Assalamu alaikum, hürmetlik televizor ko'ruvchilar, Jasorat munbiriga xush keldinglar. Bugun sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganimizdan nihoyat xursandman. Bugun shu navbatda Uyg'urlar, shu chet eldagi Uyg'urlar orasida qiziq nuqta hisoblanayotgan temalardan biri. Bu bo'lsa-mu, Turkiyani asos qilgan chet ellardagi, davlatlardagi musofir qarindoshlarimiz duch kelayotgan qisman konkret qiyinchiliklar bo'libmi shu hayonkashlarniki mushundoq ig'ir kunda turayotgan qarindoshlarimizni qiynab ularning qo'lida bor mol mulkining hammani sumirib olish maqsadida qilayotgan hayonkashliklari to'g'risida bir mushu ishda tajribasi var. Uzundan buyon mushu ishlar bilan shug'ullanib kelayotgan ham ko'pni biladigan bir qarindoshimiz bilan bir suhbat o'tkazish orqali ko'pchilikka amaliyotni anglatib, ayonkashlarga aldanmaslik, uningga qarshi turish, uning oldini olish haqida bir fikr barliq keltirish uchun suhbat qilmoqchimiz. Bu bo'lsa-mu, o'tganda bir suhbat qilgan ammo ovozning sifati yaxshi emaslik tufayli oxirigacha suhbat davom qilolmay qolgan qarindoshimiz Umid Hamid apandi. Assalomu alaykum, hurmatli Umid apandi, ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, rahmat sizga. Xush buldum. Ko'pchilikka oldin deb qo'yishim kerak, Umid apandi Germaniyada yashayotgani 20 yil bo'ldi-ku deyman sizga. 24 yıl oldu. 24 yıl. 23 yılda, 23 yıl. Muşu jarayonda Ümit Efendi 15 yıldek muşu her qaysi davlatlardan Avrupaga kelib iltijo qilayotgan, bo'libmi Germaniya, Avstriya qatorliq davlatlarda iltijo qilayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga tarjimonlik qilib kelyapti. Albatta bu tarjimon degan gap şu her bir adamның beşidən ötken jarayonni hamını anglaydı degan gap. Yani nurg'un adamlarning beşidən ötken ishlarni Ümit Efendi o'z qo'li anglagan va ularga aql ko'rsatgan va tarjimonlik qilgan. Mushundaq bir qarindoshimiz inshaalloh bugun ko'pchilikka bir to'g'ri uchur berdi. Oldi bilan Ümit Efendi sizga deydiganimiz hamimiz ko'rib turibdimiz, hozir vatanda şu Necis Xitoyniki keng ko'lamli qirg'inchiligi davom qilayotgan shu sababdan vatandan qochib chiqish ehtimoli bo'lgan qarindoshlarimizning bir qismi qochib chiqqan bo'ldi, shu zulmdan qochib. Undan boshqa masalan shu chet ellarda o'qiyotgan bir qism qarindoshlarimizni Xitoylar tut qilib masalan Misrdagi ahvolga o'xshash mushta ishlar sababli oz bo'lmagan qarindoshlarimiz shu g'arbdagi demokratik ellerge kelib yerleşiş arqalıq bir xotirjam yashash fursatiga erishishga tirishmoqda. Bunun da ham asoslari shu Yevropa, Amerika, Kanada, Avstraliya taraflardan nishon qilinadi. Hamda bularning ichida mutlaq ko'p qismi shu Turkiyada vaqtliq turib qolyapti-da. Mayli ular Turkiyada mangu yashash maqsadi bo'lgan bo'lsin va yoki Turkiyada vaqtliq turib boshqa yerlarga yo'l elish maqsadida bo'lgan bo'lsin, ishqab Turkiyada hozir oz bo'lmagan qarindoshlarimiz musofir holatda yashayapti. Bularningki turmushiniki naqadar qiyinligi to'g'rilarda biz demasakmi kundaligida ko'rib turamiz, hatto bir burda non uchun qattiq qiynalgan qarindoshlarimiz bor. Mushundaq bizning qarindoshlarimiz mushunda qiynalgan holatda yana oshlarni qoqti so'qti qilib, oshlarning qo'lida bo'lgan narsalarning hammani sumirib olishga tirishayotgan hayonkashlarmi yana aramizdan chiqyapti. Bu yoqda Umid apandi siz masalan tarjimonlik qilish jarayonida anglaganlaringiz bo'lsin va yoki Turkiyaga nechqatim bordingiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rgan anglaganlaringiz bo'lsin. Mushu yoqda biladiganlaringizni avval bir ko'pchilik bilan o'rtoqlashsangiz. Bo'ldi bu deganlaringiz to'g'ri endi. Endi men
Bilib alırmısam hemen köpöktü nurgun adamga tercümanlık kirdim. Qancha adam dep beremeymen emdi. 300 etrafıda 250 ya onun da mıcık buluşu mümkün. Siyasi ilçe kılıp aslında Germaniyaga, Avstriyaga kelganlar şu havalanda aeroplan stansida şu yerda ilçe qilib tutilganlar, şu yerdagi yo'lni so'rab kelish jarayoni va ilaqi texi mush davlatni ichiga kirgizilmay turib havolan tarafsiz rayonda turganlarga qatorliq nihoyatda hatto jinoiy ishlar bilan shug'ullanib, jinoiy ishlar tufaylidan til qiyinchiligi bo'lgan insonlarga tercümanlık kirdim. Hatta neçe yüzlügen Xitaylarga tercümanlık kirgen buldum. Çünkü Xitaylarmı kızık yeri çetelke ilçe kısa özünün Xitaylarını tercüman buluşqa istemeydiken, işletmeydiken özünün Xitaylarga. Şuna başka millet Gırmallar yaki yerlikler tercümanlık kırsın deyirken bunda işlerini müküyorduk. Hem de Uygurlar bizge mühim bugün özümüzün kıyındaşımız Uygurlarının ahvali. Siz degende hakikaten Türkiye'ye keng ko'lamda Uygur qarindoshlarimiz kelgan keyingi bo'libmi 5 yil o'tib ketgan 5 yil jarayonida nihoyatda keng kelib yerlashib Turkiyada yashab qolishning bir isil bir zamin ekanligini Turkiyani ko'rib yerlashgan edi, lekin tajovuz Xitoylar bu turmushni qiyin qilib millionlab insonlarni qirib tashlab chet elga munosabati bor, o'qig'il chiqqan, hatto urf tuquni bor, hatto eng aqsi berib kelganlarni tutib turmak solab hozir o'ltirib 3 milyon veya belki onun da mükemmel kardeşimiz türmede. Bu sebepten çeteldeki Türkiye'ye çıkıp kalan kardeşlerimizin burun kelip hem de üy vakısını ilip bir yerleşe vakan kardeşlerimiz azırak kol ilkidi bağ azırak pulunu iqtisat kıp turup kalan kardeşlerimiz üyede yani hazır yaşap ketiyotipdi. Türkiye'ye özemme köp bağdım. Men ondan Türkiye'ye bir vatkan kardeşlerimiz Avrupa'dan intayin köp. Üyeden makan elip Avrupa turup anca münce berip Türkiye'de yaşayatkan ve jilininki bir kısmını şu yerda ötküzüp yaşayatkan qarindoshlarimiz intayin köp Avrupa'da. Hem de qarasam bu qarindoshlarımızın ahvali aşağılıqı üy vaqısı bor, özünün şəxsi üy zimini bor, qarindoshlarımızın hal ahvali yaman emas ekan. Ama Xitoy Sharq Turkistonda Uygurlarınki vaziyetini insan kılıbından çıkan bir şekilde ekilip milyonlagan qarindoshlarimiz turmak so'lgandan tatip bütün bu qarindoshlarımızın cheteli bil bo'lgan aloqasini butunlay kesken. Mesela şu yerga o'qishga kelib qolgan va o'qiyotgan nechilni yaxshi. Bo'lib bu o'quvchi, ini singillarimiz, bolalarimiz bularning ahvoli nihoyat ig'ir bo'lgan. Chunki ular keladigan pul manbasi uzilgan, iqtisodiy manba. Ota-onasi pul sepib bermaydi. Ular işleydiyse o zaman okuyamaydı. Çünkü adetki bir işleyen iş bilen okuşunun iqtisadını verip okuş mümkün emas tez. Şunlaşqa bularning ahvoli ig'irken ananınkin hemmimiz bilgendek aileninki bir qismi vatanga qaytib ketib ma'lum ishlar bilan yoki tijoriy sabablarni vatan qaytib kelib Xitoy uni ikkinchi chiqarmay pasportini tutib elib chet el ishqilib ularni hatto 10 yillab 20 yillab kesib turmalayotib ketgan ailelarning bir qismi Türkiye'de kılıp hatta atanısı şu yerde kılıp balları Türkiye'de kılıp naiti perişançılık veyrani bir şekilde bizim qarindoshlarimiz Türkiye'de jabata atayotganlarmi intayin köpken jabata atayotganlar köp bo'lganligi uchun albatta Avrupa, Amerika, Avustraliyadagi biraz iqtisodiy sharoiti yaxshi bo'lgan yerdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hammasi imkoniyatning bericha Alloh rizosi uchun hammasi qo'ldan kelgan yordamni qilib kelyotidi. Menimcha bular bizning qarindoshimiz bo'lgandan keyin bularning hal ahvoli, bularningki taqdirining qanday bo'lishi bizni nihoyatda endişik salıdı. Bizni elbette ko'ngil bo'lgizdi. Çünkü biz vatanni ozod qilamiz. Sharq Turkiston itibaren Cumhuriyetimizni qaytarib oladiganmiz deydiganmiz. Avval chet elga chiqib qolgan, hatta biz iyi chiqa oladigan qarindoshlarımizga avval ularga iyi chiqishimiz kerak. Bununla menimcha bizning hammamiz birlashib yordam qilsak qurbimiz yetadi deb o'ylayman. Buni nurg'un qarindoshlarimiz mush qarashda albatta umum vaziyat maşinchilik ekan hamda hozircha. Muşu qarindoshlarimiz albatta Türkiye'deki hozirgi iqtisodiy vaziyat ve siyasi vaziyatning o'zgarishi, iqtisodninki Türkiye iqtisodininki biroz tushib ketishi, Türk lirasining hozir 7.20 dan ishib ketdi. Muşu pahallashi qatorliq ijtimoiy, iqtisodiy ve siyasi vaziyatlarninki keskinlashishiga ergishib
nurg'un qarindoshimizning, ya'ni Turkiyada o'zini xotirjam deb ko'rib kelayotgan nurg'un qarindoshlarimizning Turkiyada turib qilishi, xotirjamlik his tuyg'usi bermayotgan ahvol bor. Ularning kim maqsadi albatta birinchi jonni aman oladigan bir yer. Yani Xitoyning ta'siri kuchi yetmaydigan, iqtisodda faqat kundalik tamoq uchun o'ylashni o'ziga asos vazifa qilib qolmaydigan bir o'ringa berib, avval aman bo'lib shu yerda yerlashni asos qilgan shaklda Yevropaga, Amerika, Kanada, Avstraliyaga ketishni asos qilgan shaklda bu qarindoshlarimiz Turkiyadan chiqib ketishni xohlaydiganlar intayin ko'p. Biz bilan aloqalarda shaxsan mening bilan nurg'un inson aloqalarda. Shu inson qarindoshlarimizninki qilayotgan harakatlariga jadalga Uyg'urlar biz qandaq bir yordam qilib shularning Yevropa ellariga kelib yerlashib qolishiga yordamchi bo'la olamiz degan narsa bizning beshimizdan qator bo'ldi. To'g'ri. Endi siz ma'vo ijobiy jihatdan so'zlayapsiz. Haqiqatan shu Yevropada turayotgan qarindoshlarimiz ichida shu Turkiyadagi qarindoshlarimizning ahvolini ko'rsak, haqiqatan gelimizdan o'tmaydigan darajada, chunki o'z ko'zimiz bilan ko'rgan ahvollar bo'ldi. Ham ijtimoiy taratqularda bularning qanday qiyin ahvollarda qolganligini ko'ryapmiz. Shunga bizning ishimiz serildi. Ammo afsus, aramızda shundoq bir qora niyat odamlarmi borki, shundoq qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizni qoqti so'qti qilib, shu butun umr bo'yi jiqqan azroq bir puli bo'lsa, shuni avlishning qo'ydi bo'layotganlar xili baka. Bundaqlarning misollarini Turkiyaga borganda Istanbulda o'z qo'lig'imiz bilan angladik, o'zini ko'rmagan bo'lsakmi, ijtimoiy taratqularda bundaq ahvollar deyilyotdi. Masalan, bularniki hamsi Yevropa, Amerikaga bir yerga yo'lga solma deyishdiki, bir safsatisi, ya'ni bizning xalqimiz nodon bo'lgandan chet elning ishlarini ko'p bilmagandan vatanda shu birsiga pul xashlablar, oqish qiliblar, yo'l yetishga ko'nib qolgan bir ko'ni an'ana bo'lgandan bizda pul xashlasam-la ishal bo'ladi deydigan ideya singib ketgandan bizga mushtaq ayonkashlarga oldinib ketadigan ahvol bak eg'irga. Masalan, deylik, oddiy bir misol, men Yevropaga seni yo'lga solaman deydi-ki, qanday yo'lga solasa desa, masalan, pasportingni bersa, pasportingga bilet bilan qo'shib, ya'ni Yevropa orqali Xitoyga qaytadigan bir yo'lni hal qilaman. Sen shu Yevropadagi davlatga tushgandan keyinla ashada pasportingni jiddiy yutibla, kirib men iltijochiman, Uyg'ur desam bo'ladi. Men aeroportdagi odamlarni taniyman, ularni setib olgan, hatto shunday gaplarni deydi ekanda. Ularni setib olgan hatto, shunga men aeroportdagi tanish soqchilarim orqali seni shu masalan Turkiya aeroportida shu tamoshundan o'tib ketsam, aeroplanga chiqib olasam, sen shu qarshi nishonga yetalaysan degan gap. Men endi meniki tanish bilishim bo'lg'ashqa aeroportda ularni men setib olgan yoki tanishim desam, mushlar shaklda men shu munosabatim orqali seni shu Yevropaga yoki Amerika, Kanadaga ulashtirma deb nomus qilmay mushunchalik bir ishqa ağzını tövünü assa $3,000, $5,000, yuqurisi $7-8,000 so'raydigan ayonkashlar bor ekanda. Men keyin surishtirib baqdim, bu qanday ishga, hatto mishaga oldimizga kelgan qarindoshlardan, mushta yo'llar orqali kelib qolganlardan so'rasam, aeroportda ular dediki, ne tonishi bo'lsin ularniki, ne meni qo'limdan tutib o'tkazib qo'ygan odam bo'lsin, hammasi qip-qiziliq yog'inchilikka. Ameliyatda ularning qilig'ini faqatla bir Rise Bureau, masalan bir sayohat shirkati yoki bilet sotilgan bir yerga kirib, hatto internetdan bir masalan Xitoy pas bo'lgandan keyin bizning qarindoshlarimizning qo'lida Xitoy pas orqali Xitoyga ketishning yo'li ko'p. Masalan, bevosita aeroplan bilet olsa bevosita keta oladi, ammo vositaliq, masalan, o'tirliqda bir yerda to'xtab almashib, andan keyin Xitoyga ketadigan yo'l nihoyat ko'p endi. Bundan birisi masalan Amsterdamdan bo'lsin yoki Berlinda bo'lsin yoki Stockholmda bo'lsin bir yerda aeroplan almashib, Istanbul, Amsterdam, Xitoy. Mushundaq bir biletni appaganligi uchunla bichara ish bilmaydigan xalqimizni aldab,
Aşlardan $5,000, $7,000 avagan xiyanetçiler baka. Hem siz nurgun adamlarniki intervyularga kirdingizmi kelganlarning? Aşlarning ichida hikoyalarning hammasini angladingiz. Mushundaqlar xeli bor deyman sizning bilishingizda. To'g'ri bilgan dedingiz. Mushundaq kelganlar hatto xeli ko'pdi. Bo'libmi ki oldimizga shu o'tib ketgan 7-8 yil jarayonida Türkiye'deki ma'lum bir qism insonlar, hatto ism chiqib qolgan bir qism insonlar qarindoshlarimizni shu shaklda Turkiyani yo'l solgan. Hatta onunla dastlabda bizim Schengen Türkiye'deki herhalde bizim yeri köymegen Türkiye'nin amel ahvalını bilmegen Avrupa'da yaşap. O qarindoshlarimiz kelib mi degan ahvolim shu. Mushta saqchilar bilan chiqishib olganki, ularga ma'lum iqtisodni yerim bo'lishib mushta keldikan, bizni aeroplan chiqarib ketdikan, mushta tushib qoldik degandan biz ma'lum anglab keldik. Keyin buni surishtirish orqali siz degandek bizim qiziqdik bunga ko'paydi chunki bu shaklda kelgan insonlarning sonimi umum Yevropaga bir qancha ming bo'lgan bo'lishi mumkin. 1,000, 2,000, 3,000 bo'lib ketdi deb o'ylayman men. 2,000 bo'lmasa 1,000 inson bor deb o'ylayman. Butun Yevropadagilarni qo'ysak, shu shaklda kelgan insonlar Turkiyada. Anglab baqsak hammasiniki hikoyasi aslında u kelish jarayoni hammasining o'xshash, shu olmish jarayoni chiqib qolgan. Sağğa insonlar aslında 2-3 odamga, 3-4 odamga yig'inchoqlashgan o ismlar shu shaklda kelgan. Endi bu bizning qarindoshlarimizni endi keyin bildik. Buni hozir bilganimizga 5-6-4-5-3 yil bo'lib ketdi. Bildik bu endi butunlay bir aldamchilik ekan. Shuni qarindoshlarimga tavsiya qildim Turkiyadagi. Agar kimsi birsi seni shundaq bir yo'l bilan yo'liqsab qo'yman, shuning uchun mashinjik haq qilaman degan bo'lsa, endi bu bir aldamchilik. Buni har qanday inson o'zi qila oladi. Abay siz xuddi deganga o'xshash. Bunun azroq kallashiltib, tahrir qilib biroz surishtirish keladi. Qanday surish keladi degan chaqda Turkiyadan siz degandek boshqa Turkiyadan chuqum Xitoyga uchishning hojati yo'q bu ishda. Chunki dunyoda Xitoyning pasportiga viza olmaydigan davlatlar ko'p. Uytib qo'yaverasiz, o'rgatmas, o'tish bir qonun qilib ish bo'lishi mumkin, ammo deb beray. Qarindoshlarimizning qutulib qolish uchun, ajna yo'lni tepish uchun. Masalan, Xitoyga viza olmaydigan, Xitoyga vizasiz bora oladigan davlatlarga Yevropadagi bir davlatdan almışıp uçuş orqali şu almışıp uçurgayda tushib siyosiy chaqiladi. Buning yo'li mushunchalik osonki. Oson endi-da, buni biz bildik. Endi bu yerda faqat masala Turkiyadagi shu havolandan, shu ayrimdan chiqarilish masalasi bor. Endi Xitoyga uchirgan chaqda agar shu masalan Yevropadagi bir davlatdan almışıp Xitoyga uçgan bo'lsa, buning uçamasligi mumkin. Chunki Turkiya Xitoyga uçgan adam bu herkes Avrupa'ya kelip ya bunu almış uçuşuna haceti yok. Bunu Türkiye'de mi 100 adam, 1000 adam şu şekilde Avrupa'ya gelip siyasi ilçe kılgandan keyin bir Avrupa'nın kanunu var. Bula Türkiye hükümetiga arz qilib sizlar havolandan bizning mesela Amsterdam, Frankfurt qatorliq yerlardan almış uçurgan Avrupa almış uçurgan insonlarni uçurgizmanglar. Xitoy pasportli insonlarni bular Türkiye degan Osiyoga yaqin bo'lgandan keyin Osiyoda zaten ko'p qismi ular aşağı uçuş gerek. Bularning maqsadi siyosiy chaqilib qilyapti deb Turkiyaga besim qilgan va malgilik darajada u yerga jeriman Turkiya hukumatiga agar mana shunday qo'yadiganligini, mana shunday qo'yversa jeriman to'laydigan kelishib ne o'tirib qo'ygandan keyin shundan keyin Turkiya hukumati bu Xitoy pasporti bilan Turkiyadan Yevropadagi bir davlatni almışib boshqa yoqqa Xitoyga mayli uchirgan ishning oldin to'xtatib qo'ydi. Chiqarg'izmaydi aeroplanga. Ama bunun çağrıları yok mu deganda nurg'un çağrıları bor. Bunga insonlar o'zi o'ylashsa bo'ldi. Masalan, deyli Xitoyga viza ishlatmaydigan bir davlatga, masalan, yaqinda bir qancha qarindoshimiz Bosniya degan davlatdan keldi. Masalan, Bosniyaga Turkiyaning iqomati bo'lgan, Xitoy pasporti bo'lgan insonlarga bu yerga viza olmaydi ekan. Berib kelarlik 10 kun, 15 kun turadi ekan. Bu yerdan yana masalan u yerdan ya Ukraynaga uçuşdu ekan yoki bo'lmasa almışıp yani Avrupa'da almışıp Ukraynaga yoki Avrupa'da almışıp Türkiye'ye qatorliq azan biletlenilib bu şekilde yani qapqasi bo'ldi. Buning hech qanday bir odamning tunishtirish ketmaydi, faqat o'zi ham surishtirisi bo'lgan narsa bu. Masalan, Afrikadagi boshqa davlatga berib, Afrikada masalan, Afrika janub tarafda bo'lgandan keyin Afrikadagi bir davlatga Xitoyga viza olmaydigan davlatga berib, avval surishtirish kerak. Surishtirib shu Afrikadagi davlatdan Avrupa'da almışıp turup
Türkiye'ye qaytib uçsun buludu mesela. Çoğum Xitayga uçuşning açtık, o Xitayga uçuşning o'zi bir xatar buludu bunun içinde. Qanday xatar buludu deseniz, favqulodda avalandı siyasi ilçe qildingiz. Siyasi ilçe qilib, mesela sizin siyasi ilçe qilgan almışlığına yeriniz o tarafsız bir o'rin. U tigi shu davlatga tava hisoblanmaydi. Shu yerdan chiqib ketgandan keyin tranzit o'rnidan chiqib ketgandan keyin siz tava bo'lgan bo'lasiz. Shunlashqa tranzit o'yinda har ehtimolga qarshi yerdi. Har ehtimolga qarshi. Şuna Xitayga uçmay, Türkiye'ye bulamdı. Başka aytganda Xitayga udul qaytırıp etmeydigan bir devletlerge almışıp uçuşni maksat qilgan şekilde muşu yollarni tordan izlep hatta yaxshi bo'lsa ilqi sayohat bilet satilgan ishxonaga kirib o'tirib 1-2 soat vaqtni chiqarib parang manda uçquni bo'lamdi degan shu yollarni o'zi hisoblab mega avval uçsam, bu yerni almış bu yerda uçsam, bu şekilde o'zi qilib bo'ladigan narsa hech qanday boshqa ortiqcha chiqib ketmaydi. Bo'libmi masalan Türkiye'de hazır köpünç vatandaşlarımızdaki ikameti var. Mesela bir yolunu sınap bulmaya kalsa yani Türkiye'ye kayıp uçurgan, Türkiye'ye kirip kesip oldu demek için. Yani bizim için biraz bir xatarek hazır emdi. Başka mesela Kazakistan, Kırgızistan veya Katarlık Türkiye kıyırındaşlarımızdan devletleri gittiği vaktimizde bir xatar. Onlar da mesela yakın diye bir get anlap kaldım mı? Ne gün ne yazı bir kanca kıyırındaşlarım telefon tuttuk ya biz ne? Şu Kanada'ga onun içimizde bir parakut aparıp koyduğum oldu. Düşündüğüm gibi hayran kaldım. Kim aparıp koydu ekan desem, şu 10-15'tek adamdan her bir adam bir şeyga $5,000 mı pul verirse Kanada'ga aparıp koymuş etmedi dedim. Bak hep kız yalgancılık işlemeli dedim. Çünkü bu Xitayla Kanada, Amerika'ga bir iş aparıp koyduğu adam olsa $50,000 pul veriyordu karanlar. Bunda kaçıyordu bu Xitayla. Hatta ama Avrupa'ya kelip siyasi ilçakan Xitayla Avrupa'nın ötkünçü nokta kıptırıp siyasi ilçaklığı intihar köp. Bu diğerlik, bu Xitayların zaten köpüncüsü Avrupa'da red buludu, kabul kılmaydı bulanı. Çünkü Xitay özü bir diktatör devlet bulan bilen, ama Xitay'a nispeten üye yani rahat. Çünkü bu Xitay'nın devleti. Yani Xitay'ın 1 milyar Xitay var devletler eğer ilçe kılanı kabul kılışını başlap kaldırgan olsa, üyenin 100 milyon Xitay kilgan olsa, Xitay'a geçkanda sancıyatin tesiri kötetmişse, Avrupa'daki 4 adamdan birisi, 3 adamdan birisi bulup kaldı o zaman. Xitay olup kaldı. Şoňlaşqa muşu noktalarning memnuni köstüp bu Xitaylarni qabul qilmaydi sen. Bu Xitaylar meşede mi deydi men nurgun qitim Xitaylarga terjümanlyk kirib qolgan. Xitaylar degan manga. Vay, German deb bilib, vay muştaq siz muş işlerini bildikensiz. Muş Amerikaga, Kanadaga yol sepip qo'yganlar bormi? Hatto muş Angliyaga o'sma qaçsaq deydi bular. Şu Angliyada Xitaylar köp bo'lgandan keyin. Yani bilmayman desem muş qancha chiqqan bo'lsa shuni biz beradik da qiziqib nechini so'rab bakın qancha pulga apirib qo'ysa borsa degan. Hatto 40,000 $40,000 bermen deganlar bor Amerikalik Kanadaga apirib qo'ysa degan. Bu ishni albatta Xitoy berlemez. Xitoyda turib qoladi, Turkiyada turib qoladi, O'rta Osiyoda turib qoladi. Shunlashqa bir Uyg'urlarni $5,000 men seni Kanadaga apirib qo'yman degan bu bir aldamchilik. Turkiyada Uyg'urlar emas, bu yerliklarning ichida bu aldamchi intayin ko'p. Mening de yaxshi bildik, yerdashlar bunda ishlarga aldirab ishlanmasin. Bu işin zaten bir garantisi yok bir iş. O qarindaşlarımız Kanada'nı görüp bakmagan. Kanada'nı denizden bas qanday ko'ringanligini men uqmayman, nurg'un inson uqmaydi. Kanadaga apardim deb 3 kun yo'l mangandan keyin boshqa birga tashlab qo'ysin dedim biladi. Chiqinglar qirg'oq kelinglarni qolgan qol vaqtdan ketinglar deb. Xatar jeb bu ishda. U Kanada'da, Amerika'da jirak o'rinlarga birinchisi u az iqtisodlarni apirib qo'ymaydi, ikkinchisi uylarga berib kirishmaguncha intayin mushkul bo'lishi kerak. Çünkü Kanada, Amerika'daki siyasi qabul qilish qonuni intayin keskin güçlük çeng hem de ularninki kontrol qilishmi dengizni bo'lsin, havoni bo'lsin, bularni kontrol qilishmi nihoyat kuchli deb o'ylayman men. Hem Yevropaga kelgan qarindoshlarimiz bo'lsa, Yevropaga kelish mencha u taraflarga berishdan biroz oson deb o'ylayman. Hem de hozir mesela o'zim yashayotgan Germaniyada, hatta Avstriyaga mana shunday değişik bo'ladi ichida Uyg'urlarga nisbatan siyasi ilcha qilib kelgan insonlarni qaytarib etmaydi. Deb ham ichki ishlar ministrining uqtirish chiqdi. Buning sababini butun dunyoda qarindoshlarimiz bilib bo'ldi. 23 yoshlik bir qarindoshimizni 6 oy avvalida xato bir uqishmaslik sababidan vatanga qaytarib etgan Germaniya hukumatı ilchasi bo'lgan kunda saqchilar kelib u balni vatanga qaytarib etgan. Chunki u balninki birinchi qitim siyosiy ilchasi emas, u balning ikkinchi va uchinchi qitimliq 2 qitim rad bo'lgandan keyin 3-chi qitimliq mahkamada 2 daraja yuqori mahkamada bo'ladigan bir shu kuni iltija meselesini anglash bir mahkamasi bo'lgan. Shu mahkam bo'lgan kuni buni uqishmay
bununki bugün mahkemesi buldu diyen qog'oz Saqchi hukumatiga vaqtida kelmagan, Saqchi hukumati buni rad bo'lib 15 kun, 14 kun muddat ichida o'tib ketgandan keyin uning ichi arz qilmasa, buni qabul qilgan hisoblanadi albatta. Buning muddati bir narsa rad bo'lgandan keyin butun Yevropa dunyoning hammasida bo'lish kerak, ammo muddat o'xshamaydi har qanday davlatda. Hozir 2 haftalik muddat 1 oyga chiqdi ko'pincha Yevropa davlatlarida. Agar bir siyosiy ilchasi rad bo'lgan bir inson hozir shu davatgan shu 1 oyning ichida uningga qarshi bu bergan qaroringlarga mesela bana bergen red cevabınlarga men karşılık bildirmen, men bunu bir derece yukarı mahkemeye arz kılman dep arz kılmasa muddat ötkendan keyin bunu qabul qilgan bu adamni kelgan davlatga qaytarib yuboradi. Ya'ni nerede qaysi davlat qilsa shu qaytarib yuboradi. Qonun shu endi. Bu balami shunday sababdan qaytarib ketgan. Shu sababdan Germaniya hukumatiga nait ig'ir besim shu Germaniyaninki iltijochilar qabul qilish ko'chmanlar qabul qilish idorasiga intayin ig'ir besim tushib bu keng mediada nait taqilib Ishlar ministrimi burun ishki jihatdan Uyg'urlarni qaytarib etmesi kerak deb qaror chiqib bo'lgan ekan. Uni mashu ishlar tufayli e'lon qildi. Chunki vatanimiz Sharq Turkistondagi vaziyatimiz bo'lib Uyg'urlarning va Turkiya qozoq millatlarimizga o'xshash qarindoshlarimizning vaziyati intayin ig'ir, buni hammamiz dunyo bilib bo'ldi, e'tirof qilaylik. Mustaq bir vaziyatda masalan mushu Yevropa bu Germaniyada Avstriyada e'tirof qildi deganlik buni Amerika hukumati muavin ministri chiqib so'zladi, Amerika parlamentida bu ishlar bo'ladi, Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu ishlar bo'ladi deganlik Uyg'urlarning hozirgi Sharq Turkistondagi vaziyatining haqiqatan ig'irligi dunyoda e'tirof qilinlik. Shunlashqa Yevropadagi Germaniya, Avstriyaga emas, menimcha har qanday davlat kelsa hozir hech qanday Uyg'urni chiqarib o'tmaydi deb qarayman. Bo'libmi kelalisa siyosiy iltijo qilib qolsa siyosiy iltijosiniki qabul bo'lishi shu shaxsniki o'zining beshidan o'tgan kechirmishlariga bog'liq. Qanday zulm ko'rganligi, uning hayotining tahdid uchirganligi bog'liq. Lekin Uyg'urlarning umumiy vaziyati tahdid ostida bo'lganligi uchun siyosiy jahib kelgan qarindoshlarimiz agar gapini qamlashtirib deyamay qolgan bo'lsa, ammo u insonlarni qaytarib o'tmaydi deb jazmlashtirmayman. Shaxsan Germaniyada hozir qaytarib o'tmaydi deb aniq deyilgan. Shunlashqa bu qarindoshlarimiz sen Türkiye'de bilmeyim hazır 20-30 ming ya belki 40-50 ming Uyg'ur qarindoshimiz bordi. Vatandan keyingi 15 yilda chiqib yashayotgan. Bularning ko'pinchisi bo'lib yoshlar, o'quvchilar qatorliq nurg'un qarindoshlarimiz Yevropaga kelishni xohlaydi, Yevropaga kelib qilishni xohlaydi. Bu yer chunki demokratik ellar bo'lganligi uchun bu yerning iqtisodiy ahvoli hozir ham yaxshi, bexatar bilim olish uchun keng ishlar ochilgan imkoniyatlar tayyor bir davlat bo'lganligi uchun albatta hammadan bilimlilikni, o'zini xotirjam qilishni, qarindoshlarni qutqizish uchun o'zining iqtisodiyotini, har jihatini kuchaytirishni o'ylaydi. Bu tabiiy bir narsa. Turkiya asli bizning uchun eng yaxshi bir davlat. Uyg'ur qarindoshlarning uyga yashash uchun, chunki ular bizning qarindoshimiz, ular bizning dindishimiz. Turkiyaga iltijochilar degan, kelish degan 15-asrdan boshlangan Ispaniyalardan qochgan shu vaqtdagi Yahudi xalqi kelib Turkiyaga iltijo qilgan, keyin Kavkaziyadan qochgan 19-asrda Cherkezlar qochgan u yoqlarga. Ondan keyin Ikkinchi dunyo urushida Germanning bilim odamlari Hitlerninki shu vaqtdagi natsist rejimidan qochgan. Onun için hazır O'rta Sharqdagi Suriyaliklar, Arablar qechiyapti. Uyg'ur xalqi bundan biz bir ham tamat az bir xalq. Biz birlashayotimiz. Aslida bu yerda qolganligimiz hech qanday odam bu yerdan ketishni xohlamaydi. Hozir Yevropada yashayotgan nurg'un qarindoshlarimiz albatta ham o'zimizningki irqdishimiz, dindishimiz bir davlat bo'lganligi uchun Turkiyaning Uyg'urlar o'zining bir vatani deb qaraydigan bo'lganligi uchun nurg'un insonlar, Turkiyada yashayotgan insonlar, nima Yevropada yashayotgan, hatto Amerikada yashayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Ularga vakillik qilmayman. Yevropadagi nurg'un qarindoshimiz kelgusida Türkiye'lerde berip yaşasak şu yerde ki hayatımızı ötküzsek şu yerde yaşayotgan qarindoshlarımızga vatandan chiqqan ve berip kelayotgan qarindoshlarımızga bir kişilik yardımımız bo'lib qolsa deb o'ylayotganlar intayin ko'p. Shunlashqa bu yerdan kelma izlayotgan keng ko'lamda tayyorlik qilayotgan va yo'l izlayotgan qarindoshlarniki o'zining vaqt chiqarib azroq motorning ipini biladigan, azroq til biladigan 3-4 o'ltirib o'zining plan qurib bu ishlarni qilishni tavsiya qilaman. Men seni mundaq bir sayohat yo'li bilan yo'l sap qo'yman deydigan odamning hozir bu aldashib, qip qiz yolg'onchilik bu. Chunki uning qildigan ishi men degan o'xshash. Faqat
sizni yo'l saldigan bir biletni ilib, Yevropani almışıdığan bir yerden sizni uçurup yol sap koydu. İstanbul'dan bo'lmagan bo'lsa sizni Anqaraga gapirdi, Anqaradan bo'lmagan bo'lsa Antaliyaga gapirdi, Alanya'ga gapirdi, İzmirga gapirdi. Qayerdan sizni aeroplanga chiqarib o'tadisa, siz chiqib ketdingiz degan gap, uchib chiqib ketdingiz, aeroplanga chiqib ucha oldingiz degan gap, Turkiyadan chiqib, masalan Xitoyga uchdingiz, siz Yevropada almışsınız. Siz almışlar yerda uchib qolsangiz, bo'ldi. Buni amaliyotda o'zingiz mi qila olasiz? Da'ni, buning uchun hamda Moşu biçare xalqimizning hozirgi shundaq iqtisodining shunda tahdid ostida bo'layotgan nayt az miqdordagi bir oylik maoshga ishlab o'zining turmushini nayt tezda qamdab ketayotgan, uningdan boshqa o'zining kallasida, yuragida intan og'ir azob, oil taboati, urf tuqqanlari hammasi turmada, eng az har qanday insonning uyida qancha kishi turmada. Oldi keyin aniq emas, bu urf tuqqanlar hayotmi emasmi? Turkiyada ishib qolgan bu oil taboatimni, buyuk tuqqanlarimni o'zimni qanday jinimni boqaman deb nayt mushkul azob yashayotgan insonlarni bunu aldab, bularning pulini aldab ketish, bu dunyoda buningdan cho'ng rezillik pastkasi bo'lmasi kerak. Buningga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shunlashqa qarindoshlarimiz Yevropaga kelimiz deb harakat qilayotganlar bo'lsa, 3-4 yoki 4-5 bo'lam deb o'zi yaxshi maslahat qurib, plan qurib qilsa bo'ladigan ish. Hargizda top shaklda 4dan 5dan yo'lga chiqmaslik kerak deyman. 2dan 3dan ko'p bo'lib ketsa. Bo'libmi oil taboati bor insonlarga bu biroz yaxshiroq plan qo'shib to'g'ri keladi. Chunki u insonlar rost shunday yo'l sap qo'ya olamdi. Masalan, yo'l salamasa har qitim bir qitim bilet ilib yo'l salamasa shu bir qitim biletning puli yuradi u yerda. Qaytarib yetemeydi. Hem de onu aval anlaşıp biletin pulunu qaytarib yeteleden qilib yo'qsagam bilmayman. Ayrıca ushbu qandan keyin o biletning qancha prosentini qaytargan bo'ladi bularni. Mustafa. Telefoningizni o'tmay saqlab turing. Unda olgandan keyin men qarindoshlarga tavsiya qilaman. Yana bir muhim deb qo'ygan bir gap. Masalan, bir qism qarindoshlar deydi ekan, men o'zim aval berib bo'lgandan keyin, andan keyin bolalarimdan keyin aytibsam deydi ekan, bu nayti bu mu bo'ldigan bir ish, lekin bir narsani bilib qolsin. Yevropa davlatlariga hozir siyosatcha bir oil taboatidan masalan otasi yoki Alo? Mana bir qarindoshimiz telefon qilib qopti. Gapingizni davom qiling. Ma qarindoshimiz sal saqlab tursa bo'ldi. Bo'ldi, agar qarindoshimizning savolimiz o'tirliq so'raymiz mayli? Ha. Mana bir telefon kirib qoptimi? Apaqayanda bo'lsa, qarindoshimiz nima deydi ekan-da? Bo'ldi. Alo? Ümit efendim saqlab turadigan bo'ldi, gap qilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. So'zdan va alaykum salom. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Jasorat taqdim Ümit efendim. İştimal Allah razı olsun. Nati yaxshi bir program ulashtirishlar. Buni men anglab da xush oldum. Ben şunaqa men mushtarazak bir gap qilsam keldi. 5 yil o'tgan ishlarimni bir so'zlab bergim keldi. Çünkü hem de bayatınlar Ümit efendim degandek hozir shu Xitoyning zulmidan chiqib Turkiyaga urush qilgan qarindoshlarimiz ham ko'p. Hem de bu Türkiye'nin nima shu programmani o'chirsangiz bo'pti-ku. Programmani ko'rib turib gap qilsangiz, gap qo'shib chiqib qoldi-ku. O'chirib turgan programmani. Hamma gap qiling. Çünkü hem de Türkiye'de biz Uygurlar için bir xotirjam yashash muhiti bo'lgan bilan bu yerda bakma hamma gapni Ümit efendim dedi. Şöyle iqtisodiy jihatdan haqiqatan bir qiyinchilik bo'ladi bu qanday bu yerda faqat bir xotirjam yashayolmaydi, lekin turmush jihatdan haqiqatan bir qiyinchilik bor. Shuna bo'lgan ekan bizning tavsiyamiz mumkin bo'lsa shayda bir qarindoshlarimiz Yevropa tarafga chiqib, shu bir xotirjam turmush kechirsa, bir o'zini turmushlari xotirjam bo'lgan vaqtida alamkin millatning, vatanning g'amini qilayotganda bu insonlar. Bo'lmasa bu chetlarga musofirga chiqqandan keyin turmushdan g'ami bilan, oilamizdan g'ami bilan bo'lib, bu vatan millatdan g'amini qilmay qolganmiz. Shu sababdan men bu gapni anglab o'zim bir fikr qilib kelib qoldi. 5 yil o'tgan ishni so'zlab bergim keldi.
Ben bu 2009'da şu Xitaydan kaçıp çıkıp Türkiye'ye gelgen vaktinde ne koyduğum dep ötkendek aynı bir tunuşlarımız arkalı aynı bir yol kısaldan bile bediklerine gitmeye tunuşladım onunla. Bu yettim o yavru alime, yavru par yol sekurama dedi. Şu vakti da yanımda bir 5-6 $10 var diye bir konu mu var. Yettim o yavru diyenken bu pulun çeminin nereden babam benden ve tengi mağduran sonra diyeni yanılacağım şuradan pulak yaptırıp yettim o yavrunu ten yaptırdım. Ama bunu beğendim. Benim kapsam yine bir turist arkada bilimsel bir ahkamın kırdaşlarımız varken ona $5 ki yol sektörü Allah'ın dedi doğru bana. Bu mesela pulumuz bu mekas verip ilerlet ders aldım bunu da öyle. Ben şuna arkalık $5 benim çıralık yol sektörü ama bunların bayıkın depötkende yılakaya sakçıldığın turuşum var. Mesela maçpul versen sakçıldığın aynı yol sektörü diye hemisi yok ya burada. Fakat lan abaytını depötkende bir transbilet yapır kalas. Fakat şu Türkiye'den bir Avrupa'dan Xitay'a vardılar. Belki de içinde yaşadığım adam bileti bir yapırdı şu Avrupa'ya 83 kalsız oldu. Üstünün çıkanı Xitay'a kaydırıp etmeyiz bu yerde. Ben de Xitay'a pasportu bilen polisi sakçılık tutuldum. Tincaman bir yerde Norveç'de yaşadım ben. Üzerine turuşlar atma ismim Yasin. Ben Norveç'de yaşadım ben. Ben de büyüye keygen Nurgun kardeşlerimiz Atakı'da kendi o mezgiler sana asarak yaptım. Ben bir kısım var şu Türkiye'deki şu büyüdükçe adamların yol sevatkan bir korkumun insanlar var ki. Azra fırlıda her kıl maçar rezgil işlerim kılınan. Hem de emimiz bir Uygur milleti vatanımızdan bu Xitay'ın zulümünden kurtulup aran keygen biçarini yanılsam musafiri kısa atletinin aile bulan yol sevatkan bende. Mırda bakmak dedik ki. Eğer bize bir şeyden horror olsa şuların özümüzün milleti, özümüzün kırıldışı. Ya bakın, okulun kilisçi şurada yakçılık boyusu bulunur yette. Hem de bazıları diyor, kendine olarak ispatım yok. İspatım olsa Türkiye'de indaki ya bir bakım bulabilir. İşte Avrupa'daki horrorumuz, vicdanımız var. Durgun vicdanlık kıymetlerimiz var. Bir kısım kızlarına ya şu Avrupa'nın yol sepiymen. Yaş ekilip, bunun şu Türk sakçılarısının yol sepiyi daha. Ya muştan Nürgis gibi anlamasam size yol sepiyi koymaydı. Türkiye ancak bir kısım başarılı Bilekten kılan bilen anlatmadım. Ama eğer ispatımız olsa anlaması küçükesiniz bunlara benim. Hem de çedimi dokunmuşlar, meçhal işler baklar anladım. Şunu da ben de hazır bulutma Türkiye'de bulutmuş bir neçilikler içinden kıyımdaşlarımız belki avuketleri ulan oturmuş, hakikaten iyi. Bizim mümkün olsa kandak yolu bilen olsaymış, Avrupa'nın çıkılmasa birinciden turmuş hartıcan diyen buranın. Ajanslarımız, zat ziyaretlerimiz hartıcan bu ülkende. Onun ezgeldiğin gibi tüyde bir bilep işlisi var. Ama zaten bizde cüylep aldığı çıkıda niye o cüylep kendislerimiz var Türkiye'de. Ama bunlar turmuş gemiyle bir yana katıksın orada. Sarmış programı alan Allah ben hoş oldum. Şunlarını bize cüylep sözlerinde dilgin kep kaldı. Mümkün olsa şu Avrupa'ya çıktığımız yani kıyımdaşlık olsa en azı. Bakın Ürüt Efendim diyende şu trans kırıp olmuş mağduran biletlerini yapmaksa bulutmama bölgeye taraflarına ambisel iş yapmak deseydi gelmezsenken o zaman Norveç'e mesela Türkiye'den bilet akıllı Norveç'in Oslo, Stockholm, Beijing Tepegen biletleri değil mi lan? O sonra bir sakşıra bir maç yaptı değil mi ya? Şunu da netçimen yavru, netçimen dolar ne bağlarımızda kapsa dedi. Sizmi olmuşu, Yasincan sizmi olmuşu yolu bilen kepsiz, sizgimi deptiki olmuşu ben aeroporttaki sakçı tonuşlarım arkalık yolga salim ben dep açtaq tonuşlarını gördünüz mü aeroportta? Yok ya, nerede? O sakçının yeri yıkım gelmedi buna. Fakat bilen değilim ben aeroport kapırıp neresini karatırdı, ben bir şey götürdüm. Gibi mi anladın mı? Anlattı da. Ulan o sakçı tonuşmaları ya, onda sakçı arkadaş yoksa bana yalnız yalan. Bazen Türkiye Baytın malumuyla ben de Türkiye'nin ki o sakçılarımı onda kışlarına dikkat kılıyordum. Çok bir cinayet olmuş mu adam kaçakçıları. Onda kışlarına böyle 300 koyun falan hükümet kupası mı ulan Tayfur'un avlakıdı. Şimdi orada onda kılamaydı ulan. Fakat bir yer gibi boşluk. Baytın diyene gelmelerden yapımızı başka diyenden Türkiye'nin ki buradan çıkıyor. Baytın'dan yavrular yapıp alınıp çıkan. Alınıplarına bilet yapıldı kalası. Ola böyle o sakçıyla değişim böyle olsa böyle her şey var bu. Rahmet.
Endi boshqa qo'shimchalig'ingiz bormi yo? Menimcha boshqa bir qo'shimcha qilib qo'ygan gapim shu Turkiyadan mushtarki kelishni orzu qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, biz shunaqa qo'yimchalarga bir qo'yib ketmay, bir necha bir maslahatlashib bo'lsa, bilasatgan o'rinlarga berib, bilet uchish bo'lsa, yana agar tafsili yana bir yordam so'ragan ish qilmasam, biz qo'limizdan kelishcha vaziyatni maslahat yordam bersak bo'ladi qarindoshlarımizga. Ammo bu bunday qo'yibsa, yo'qamiz deymiz endi. Ularning holat pek yeri. Benim judayam yurak so'zim shu qarindoshlarga. Endi Alloh shu qarindoshimizdan bir mushkul oson qilsin. Bu ishga bu dunyoda biz Uyg'ur millatidek bir razı ellik kun qolgan millat yo'q. Mushlar bo'lgan ekan, biroz odam qochoqchilarimi azroq bir vijdoniy g'urur bo'lsa, o'zimizning millatga, mush millatimiz durust bo'lsin, bir yaxshi kun kechirsin, xotirjam yashab qo'ygan kelsa, to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'ysa deb o'ylayman. Buning deyrim shu. Rahmat Amsa, ko'p rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Shu programmani o'rnatgan Alloh razı olsun. Alloh tuğan qarindoshlarimiz Alloh razı olsun. Xo'sh, Allohga emanet. Xo'sh, va alaykum assalom. Umid efendi, yana bir qarindoshimiz telefon qilibdi, alamay qoldim. Ular baqaymi, gapi bormi-ki? Olavering, albatta, men qarindoshlarimizni gap so'zlab qo'yaylik. Men taniydigan bir qarindoshimiz telefon qilibdi-ki, bu deport qilgan bo'lgan hech kim yordam. Men telefon qilib baqay, bu og'inimizmi shu nimaga programmaga ovoz qo'shish uchun telefon qildimi yo boshqa ishmi? Men o'zim bir so'rab baqay. Oldirashga. Men so'z qoldirib qo'yay bu bolaga. Assalomu alaykum. Agar ma'lumotli programmaga qatnashmada telefon qilgan bo'lsangiz, qayt qilsangiz bo'ladimi? Men boshqa maqsad qildingizmi yoki shu programma qatnashmada qildingizmi bilmadim. Agar ashta yeri bo'lsa, qayt qilsangiz bo'ldi. Xayr. Boyaqi qarindoshimiz mana shu Norvegiyada turadigan bir qarindoshimiz, men taniydigan bir qarindoshimiz telefon kelib qoldi. Olavering. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi, o'zingiz? Men programma dedim, hozir programma qilyapsiz. Ha, ko'ryapsiz. Ha, tamam. Siz endi Germaniyadan qaytarib o'tilgan balni gapini qilyapsiz? Ha. Birlarga telefon qilib mana ishlar bo'lyapti. Turkiyada bir odam o'zi ayolini, mush ayolni bolarini aytganda menga Yevropaga aytganda mush Belorussiya tarafdan. Tashqarida mush o'tkazayotgan Xitoyga shu boshlarni uchun. Kimdan telefon qilib menga arbida ashul so'zlashib bo'lishcha. İnsana bilen tutmasına olanı da. O aşkı anlatmadı. Bana tercüm koyma, tercümü yok, tercümanlığı yok, ilişkin yok. Memleketten hizmetine çıkıyor mesela. Telefon kırak olan dinkin, ulanı koymadı. İstanbul'u kaytırmadı öyle. Ulanı şu Rusya arkalık bir yerge yolga salımız deptimiken? Belarusya arkalık nege yolga salmak işken toq? Yevropaga. Yani ola ötemay aşo nemede tutulup kaldı aeroportta. Tutulup kalıyor be. Birden çıkıp tutup olanı geçerlerle. Aslında biletler kıyıyor. İstanbul'u kaydıdan yolu vardı bilet ucu. Aşık keptir kırılını diyor. İstanbul'a. Buldu. Şunlardan koyuyorum ben.
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarusya, Xitay pasport bilen hiç kim mümkün öğretmemişim, damışın Avrupa'da. Ha, tamam. Başka sualınız var mı, ya sözünüz var mı ya? Ne karşı soralım. Tamam, rahmet emse sizge. Makul. Hoş Allah'a emanet. Bu yerda Ümit Efendi bu qarindishimiz bir savol qo'yib qoldi. Hamda Germaniyadek bir davlatda, ya'ni shu qadar ko'p Uyg'ur yashaydigan ham dunyoga birdan bir tashkilot men davatgan tashkilot bor bir davlatda bir Uyg'ur qaytarib o'tildi. Nima bu tashkilot bolaga yordam qilmadi deydi. O teşkilat bu balığı yardım kılmagan iş yok. Hem de bunu bunda desek bulmaydı. O balığın özünün advokatı var. Hem de siyasi ilçe kılan bir adamın advokatı bulundu. Hem de biz teşkilatla bir yerge bir devletçilik bir devlet emez bizim. Teşkilatlarının koldan kilgan çeklik nasip oldu. O insanlara yol gösterip beriş. Bu insanların ki Şarkı Türkistan'dan kelgen Uygur şikayetliğini ispat edip beriş ve bunların Şarkı Türkistan'da Uygurların vaziyetinin hakikaten ağırlığını bir yer siyasi çakılıp kalmasa kayıtıp geçse bularning hayatının xavf uçuraydiganligi haqida ispat etishine itibaren bu qatarlıq işler keliyordu. Başka çoğun bir nas keleme çünkü bu bir kanun devleti, kalan hem iş kanun boyunca buldu. Bu inimiz siyasi çakıp kelgandan keyin dastlabda siyasi ilçe meselesinde bergen gap so'zi qanoatli bo'lmaganligi uchun rad kelgan. İkinci qitim birlari yuqori mahkamaga bergan. Shu mahkamaga bergan vaqtida İkinci kıtımda mı yani red kelgan bu ikinci kıtım red kelgan. Bu üçüncü kıtımda nima istemdi? Qayta so'rash buni ilcha ashni. Ana manda qish. Hozir vaziyat burunqi vaziyat hozirgi sal o'xshamaydi bugungi. Bugun dedim ku bugun kelgan hech qanday insonni qaytarib o'tmaydi. Bu balning sababidan emas, burun ichki jihatdan bu qarorni olib o'tgan. Ammo buni o'chiqildi ichki ishlar ministri. Burun har bir insonning o'z beshini kechirgan kechirmishini so'raydigan. Sizning agar kechirmishingiz mening beshimga ma'qul keldi, mening ota-onam o'z urug'liq bir oila tuqqanlarimiz mesela mundaq tehdit asig keldik. Agar men Xitoydan qochib ketmasam, men Sharq Turkistondan qochib ketmagan bo'lsam, Xitoy meni o'ldiradi. Bo'lmagan chaqda meni 5 yil, 15 yil, 20 yil turmaga tashlaydi, mening hayotim shunday bo'lib tugatdi degan narsa isbotlasangiz, ham shuni qayil qilasınız, qabul beradi. Bu inimizmi kelgilishi 3 yil bo'lgan. Shundaq savollarni so'rab, shu qayil qilishga dush kelgan, shu qayil qilmagan sababidan rad bo'lgan bir inimiz. Bo'lgan. Endi mahkama yani ketkizib o'tgan kuni bu elimizning mahkamasi bor ekan. U mahkamasi bo'lmasa bu 100% qabul bo'ladigan bo'lar. Chunki Sharq Turkistondagi vaziyatingiz qayil qilalik bo'lmasa, siz andikin chet elda bu yerdagi namoyishlarga, bizning o'rlashtirgan siyosiy faoliyatlarga mayli qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar qatnashib, o'zingizning bayroq ko'tarib, Xitoyga qarshi shuar to'lab, oldiki sapda Xitoyga qarshi harakat qilganingizni ko'rsasangiz, Germaniya emas, menimcha Avstriya mashhurlar hech qanday bir davlat sizni ketkizmaydi. Chunki ular bildiki, Xitoyga qarshi chet elda harakat qilgan har qanday Uyg'urlar emas, har qanday guruh Xitoyga borgandan keyin har qanday shaxs cho'qim Xitoyning ashaddiy tahdidiga uchraydiganligi, turmalarda yetib, hatto o'lim bilan oxirlashganligini biladi. Buni bilganlik uchun bizmi chet el kelib Sharq Turkistondagi o'zing beshiq ishkanmismi, ya'ni o'tib ketgan 3-4 yilning oldidan keyingichi deyman. Xalqimiz ashada zulmdan deyotgan, haqiqatan zulm chekayotgan xalqimizningki shularning qon bedeliga keladi bu yerga. Shularning tatayotgan azob uqubatini setib ko'pinchisi meni anda qildi, manda qildi, men shunda xavf ostida edim, meni Xitoy urdi, dasidi deb o'sha siyosiy chaqib kelgan burunqilar. Ularning ko'pinchisi bu ularga qan yo'liqmaganligini o'zi biladi va Alloh biladi. Ammo Uyg'urlarning buningdan vahshiy kunda ko'rayotganligi bu yerda bu bir haqiqat. Ammo shu seyit bo'lib ketib qolgan zindonlarda yetayotgan millionlagan qarindoshlarimiz shu yerda mushu kunlarni tatib, mush 70 Xitoyning qo'lidagi 70 yilning yog'izi bu kunni ko'ryapti. Ular bu ekip siyosiy chaqirgan yo'q. Ammo mush Yevropaga, Amerikaga nega bo'lsin, mushu Xitoyning bo'libmi 2016-15 mabayniga millionlagan Uyg'urlarni tutib, har qanday Uyg'urlar bo'lsa, har qanday so'layotgan vaziyatning oldingi vaziyatda hech qanday ishlar beshiga tuzak o'zi shaxsiy kelmagan bo'lsa, shu qarindoshlarimizninki kechirmishini setib badiliga kelib qoldi nurg'un insonlar oldingi 20 yilda. Ammo bu bir haqiqat edi. Bu bir haqiqat Uyg'ur xalqining beshiga kelyotgan, ammo faqat uningla beshiga kelmagan. Shu qarindoshlarimizni biz deymiz. Sizlar kelgandan keyin sizlar bizning xalqimizningki qon badili keldinglar, namoyishlarga chiqinglar, Xitoyga qarshi harakat qilinglar, tashkilotlarni qo'llanglar,
a'zo bo'linglar, bir qap tamakining puli bir 10 evroni, 20 evroni badal qilib beringlar deb bütün davlatlarda hammaga degilik biz. O xalqimiz nurg'unlari kelib ishni hal qilib olgandan keyin o'zini siyosat yaqin keltirmayman, oila tabaqamga yashayotgan urug'chilarimga besim keladi degan qarashda yoki bo'lmasa o'zi qo'rqqan vaziyatda bu ishlarga aralashmagan. Shunlashqa ko'rsizlar, Germaniyada ming Uyg'ur bo'lsak, namoyish qilsa 200-250 chiqadi hozirgacha shunda. Burun bo'lsa 700-600 chiqadi. Bu hozir bu Germaniyada emas. Ko'ryapmiz Gollandiyada, Norvegiyada hamma yerda bir kaylik chekinish bo'lgan. Hamda hozirgi vaziyatimizga o'xshamaydi, xalqimiz butunlay uyg'ondi. Qo'rqishning, mökib yetishning, bekinishningki o'limdan boshqa narsa kelmayotganligini, hech qanday foydasi yo'q, ziyon bo'layotganligini ko'rganlik hozir butun xalqimiz tarafdan chiqib o'tirdi. Bugungi vaziyatimiz 3 yilning oldindan atrofdagi vaziyatlarga biroz o'xshamaydi, Uyg'urlarning chet eldagi vaziyati. Mush inimiz bo'lsa, shu siyosiy ilchasi rad bo'lgandan keyin butun ishlar qatnashgan, namoyishlar qatnashib, aktiv ishlarni qamagan edi. Demak, shu kuni xatolik tufayli bu inimiz ketkizilmagan bo'lsa, menimcha siyosiy ilchasi qo'pilib bu yerda qoladi. Bo'lib, hozirgi vaziyatda Uyg'urlarning hozir rad bo'layotgan aslan yo'q. Yo'q, hamiz qo'pilib bo'layotgan. Shunlashqa bu inimizga belki hech qanday odam yordam qilmaganlik yo'q, yordam qildik shaxsan men balki yordamlarim qo'llanib sungan. Endi bu yerdagi tashkilotlar siyosiy ilcha odamlarning siyosiy ilcha ish bilan mashg'ul bo'lib, ularning ishiga yuguraymansa, uning yetarli insonmi yo'q? Chunki tashkilotda ko'pincha ishlaydigan insonlar hammasi ishdan sirtqi, o'zining 9 soat, 10 soat xizmatidan sirt maosh olmasdan qo'shimcha yordam qiladi. Men 20 yil ishlab kelayotgan odamman. Shu menmi uyimning ishini, oilamning xizmatini tugatgandan keyin vaqtim chiqarib bu ishlarga yordam qilaman. Nurg'un davlatlar mana shu. Bizga bir yerdan kelayotgan tashkilotlar bir maosh bo'lmaydi bizga. Xolisan Alloh rizosi uchun qilamiz. Shunlashqa bu qirinishimizdan ketib qolganligi nayt hammamizni endi azoblantirdi. Germaniya hukumati o'zimi nayt azoblandi. Germaniyadagi bir cho'ng demokratik bir davlatda bunday bir cho'ng xatolikni bo'lib qilishi bularning yuziga nayt qattiq qara chaplandi. Hatto nayt har tarafdan bularda qashatlanib nayt shu maqolalar chiqdi. Bir kun ichida biz Germaniyada butun gezi jurnallar hammasiga besildi shu voqea. Bu qumulluq deb qumulluq bir Uyg'ur deb besildi, bir Uyg'ur qaytarib edildi deb besildi, vayron qildi. Demak, bu inimizningki tatgan bu zini, bu chatgan bir qattiq cho'ng zini inshaalloh hayotda bu yerga nurg'un Uyg'urlarningki, bundan keyin kelgan Uyg'urlarning va hozir ishlamayotgan, turib yotgan ba'zan Uyg'urlarning ishiningki hal bo'lishiga bir foyda bo'ldi bu inimizningki tatgan zini qurboni deb aytgancha-da. Mushta bo'lib qoldi bu ish. Bu o'yinimizga ko'p insonlar bilan yordam qo'lni sungan. Ama yana bir narsa aytib qo'yishim kerak. Uyg'urlarning, masalan, Yevropadagi bo'lsin, Amerika, Kanadadan bilmayman, har qanday davlatda, masalan, beshig'i bir ig'ir ahvol kelib, qaytarib etilib ketadigan bir girdova kelib qoldi deyli. Bu ish menimcha bugungi kunlarda bo'lmasmi? Agar bo'lib qolsa, mana eng oxirgi chora qonun bo'yicha aeroplanga chiqib salaman degan ashad mang'izman degan vaqtda aeroplanni vaqirab chaqirib chiqmayman deb esilib aeroplanning ashadi chiqmaslik ichiga qat'iy kirmay vaqirib turib o'zini u yoqqa urib qilishi o'sha odam yo'liq salamaydi qalan. Bu qonun. Bu odam yo'liq selib o'tmaydi. Uyg'urlar bunday narsani bilib bilish kerak. Masalan, ash indimizmi? Hech qanday odamga demabdi, qo'lda telefoni bor. Masalan, saqchi kelib telefonni tatolmaydi qalanlar bu yerda. Bu demokrat bir telefonni berib yurib desa, maqsad aeroplanga chiqqan gap. Bu yerga so'ragan bo'lishi mumkin. Masalan, mening advokatim bor. Advokatim parangni shu degan gapni deyaydi. Ashta narsani bilish kerak. Bir advokati bor, bir odamning uning vakolatchisi bor degan gap. Vakolatchisi bor degan qonuniy vakolatchisi bor bir odamning mening advokatim bor, falonchi deb ismini berib advokatim bilan paranglashman desa, bu Yevropada har qanday bir demokratik davlatda yaxti yetmaydi. Cho'qim advokati bilan aloqa qilishdi. O'zi qutuldirib qolgan choralar hamma yerda bor. Masalan, eng oxirgi qaram chora, eng oxirda aeroplanga silib o'tmaydi degan chaqni bo'lib qolsa shu yerda men chiqmayman. Vaqirab chiqaman, o'laman, qutuldiring meni aeroplan, anda qilib vaqirab o'zini o'ng so'ng ursa aeroplanga chiqarmasman u yerda Löçkünün hukuki hemmeden üstün durdu yani. Löçk bu da adamne uçkuçu, ne uçku aydıqçı onu almaydı ama o adam kap kalıdı. Maşına olsaş, elindeki mühim neslerini bilmemiz gerek. Siyasi çakıkan, rahat adamın hemmesinin vakalesi verip yedik. Advokat tuttuğumuz çünkü. Advokat tutkandan keyin bu advokatlar kanunu yaxshi bilgandan keyin bu davlatlarning shu qonun nizomlari bo'yicha shuning o'ziga manfaat keladigan, o'ziga foyda xayollarni tep chiqib, bu bolalarning bu yerda qaytib kelishini vujudga chiqaradi. Bu inemiz emas. Aldığımızki yıllarda nurg'un insonlarning rahatlari bo'lgan, chunki ularning men chuqur aytib aytgandek, o'zining bishini o'tgan kechirmishlari
ishonchli bo'lmagan. Ya'ni uni so'rg'uchi mahkamachiga qayil qilamagan. Chunki hamma bir odam 5-ni o'tmagan ishni deyman desa, qarshi taraf asosan qayil qilolmaydi. Bu normal bir narsa. Ko'pinchalar boshqalarninki hikoyasini bo'layotgan Sharq Turkistonda bo'layotgan hikoyani o'zining qilib deganlarni aytib ko'p. Buni bilamiz. Men tarjimonlik qilib buni hammamiz bilib turg'uliq. Bu lekin men sening xato demayman, mahkamachimiz sening xato demaydi, qarang bu demokratik davlatda. Hech qanday isboti bo'lmagan ahvol ostida qarshi tarafdagi siyosiy ilcha qiluvchi odamning gapini anglab, shuning gapiga ishonib shuni ya qabul ya rad qiladi. Endi hozirgi vaziyatimiz bo'lsa, dunyoda hech qanday bir millat, hech qanday bir jonliq ko'mayotgan bir vahshiyona qirg'inchilikqa, bir irqiy yo'qotishga, bir davlat terroriga duch kelyapmiz Uyg'urlar yo'qolib ketish girdobı xavf ostida turadi. Bunda bir vaziyatda dunyomi buni ko'rgulik Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da bu olanın Xitayninki vaziyeti o'ttirg'i qarorga ilinig'li, buni to'nuqliq Amerika bunun başılıp hemen hareketli dünyanın hemen hareket keltirganlik uchun bütün dünya ayakta turib hozir Uyg'urlarning fojialik vaziyatini buni o'ttirg'i maydonga etib, buni rasmiy kun tartibga keldi buni. Uyg'urlarda hatta belki Amerikada yaqin kelgusida qonun chiqish ehtimoli yo'q emas bor bunday bir vaziyatda. Shunlashqa Yevropaga kelib siyosiy ilja qilaman degan qarindoshimiz bir qancha muhim narsani bilib kerak. Kelgan chaqda birinchi jo'p deydigan bir nemish kelding deb so'raydigan gap bor. Birinchi so'raydigan shu. Sen nemish kelding desa og'zini ichib bilan Sharq Turkistondagi vaziyat anda olib ketdi, manda olib ketdi, o'tiradi deb deydi. Hamma odamniki cho'ngni degisi keldi bularning cho'ng ishini. Buni demak, bularning kutadiğini sening beshingda nemish keldi demoqchi. Eng muhim narsa bu shu. Nemish kelding desa cho'qim deydigan bir gap. Men siyosiy ilja qilib jinimni qutqizg'ili keldim degan gapni cho'qim deyish kerak. Tarjimon bu gapni cho'qim tarjima qilib bo'lmaydi. Yani bazen tercümanlarımıza Avrupa'da mı tercüman deb şu tilini bildiğanlar adamlar olsa bazı yerde şu adamı tercüman deb işletiyor da iş yapıyor. Germanya'dan başka yerden başlıyor. Bunun da bazı yerinin tercümanlarımız mükemmel bulmuş mu bizim kıyafetlerimizde tercümanlık yapıyor. Til mükemmel bulmagandan keyin bir insanın başını ütken naiti facialik keçirmişlerini yeterli til bulmasa ona karşı tarafga şüphe yetkizib beremeydi. Yetkizib beremegandan keyin o insanın hayat mamati takdir üstte kilidi bu yerde. Yani şunlaşqa hamma odamning beshig'i tushirgan vazifa bo'libmi shunga o'zimizga için bo'lishimiz kerak. Birinchi siyosiy ilcha qil keldim deb o'z beshini o'tgan, o'z oila taboatining beshini o'tgan, ota-onasininki urush tuqqanlarning qarindoshining beshini o'tgan ishni oldingi o'rin qo'yib deyish kerak. Uyg'urlarning umumiy vaziyatini bular bilgilik. Bizchilik biladi, nihoyat yaxshi biladi. Mahkamalar, qonun organlari, davlat nihoyat yaxshi biladi. Faqat sen nima uchun kelding degan narsani so'raydi. Shuningga javob berib, mushuningda qoyil qilsak, hozir har qanday Uyg'ur qoyil qiladi. Hech qanday beshik ish kelmagan bir oila aslida yo'q Sharq Turkistonda. Hammasining beshida oila taboati, urush tuqqanlari hammasi vaziyatda. Masalan, mushu kelgan qarindoshlarimiz mayli qaysi qaytib ketsa, Xitoy %100 solaydi va kesidi, hatto o'ldiradi. Ichki organlarini parchalab kelib, setib milliardlab pul qilish mumkin. Da? Ya'ni bu aniq bir narsalar. Shunlashqa hozir kelib siyosiy ilja qilishdan qo'rqadigan bir vaziyat emas. Kelaydigan inson meningcha hozirgi vaziyatda qola oladi, ammo shu qanday kelish masalasini yaxshi o'ylash kerak. Yana deb qo'ymoqchi bo'lgan bir gapim, abayim aqidimiz deb o'tdi, so'zlab o'tdi. Mushtaq nayt ayan kashlar u bo'lar ko'p ganda haqiqatan ko'p. Yani buni biz anglaqliq ko'p. Bir qancha narsaga diqqat qilish kerak. Masalan, Yevropada turib siyosiy ilja pasporti bilan berib, bu yerdagi bizning Uyg'ur qiz ayollarimizni to'y qilib, buni qonun bo'yicha akilish berdi. Nayt tez to'xtaydi. Qonun bor. U yerda shu qonun bo'yicha ekanmek bo'lgan birinchisi uning qonuni qonunliq bir to'y bo'lish kerak, rasmiyat bo'lish kerak. Ikkinchisi bu yerdagi ayol olsun, er olsun, Yevropaga to'y qilib kelmoqchi bo'lgan. Cho'qim shu davlatning til, B1 yoki A2 degan darajalari bor. Shulardan o'tish kerak. Bu degan gap masalan Germaniyadan birisi Turkiyaga berib to'y qilib, men sizni akilaman degan bo'lsa, shu to'y qildigan ayol yoki qiz shu yerda Germanchining shu A2 yoki B1 degan saviyasini o'tmasa, viza bermaydimi, qonunga kiramaydi degan gap. Bularning hammasini bilishimiz kerak va qarindoshimizmi bu raskaplarni deyish kerak bir. Da, masalan, shundaq men to'y qilib akilaman deb Yevropada ba'zan davlatda ba'zan angladik. Bu Turkiyaga bag'ancha shikoyat qilganlar bo'ldi. 5, 6, 7, 8 qizlarni keyin o'linib shularni nikoh qilib, shularni amriga ilib, ahmoq qilib, dafsanda qilib kelgan Uyg'urlar yo'q emas bor. Bu insonlar
vicdanını qo'lga olib tövbe qilish kerak. O'zingizning mashundaq turmushda, mashundaq ahvolda kelayotgan qarindoshlaringizni berib bu shaklda dafsar qilsa Xitoydami o'ta dafsar qilmoq. Bir millatningki ayoli, qizi, uning oji singillari shu millatning nomusi, shu millatning g'ururi bo'ladi. Eng hurmat qilishga tegishli insonlar mana shu. Bu sizning onangiz bir millatning onasi bo'ldi. Bularni dafsarni qilib, bularni bo'zaq qilish bu inson qalbidan chiqqan sharmanchilik bu. Buni kechirmaydi. Bunda qat-qat her 2 ayda berib, 3 ayda berib, 6 ayda berib, mundaq qizlarimizni dafsarni qilib to'y qilib sizga akilman deb munda aldayotgan ishlar xeyli bor ekan. Baganda nayti nurg'unlarimiz shikoyat qilgan bo'ldi. U bicharalar albatta shu yerda yashab qilish uchun, İstanbul'daki yoki shu Turkiyadagi bo'lib bu iqtisodiy sharoit intayin eg'ir bo'lganligi uchun to'xtama o'zimning millatim ekan-ku, burundan tatib tanishmagan bo'lsin-ku, shunday qisqa vaqt tanishgan bo'lsam to'y qilib avval jinimni men bir qutuldiray deb to'y qilib bo'pti men ketaman deb ular nikohlandikan, o'ylandikan. Qisa bu o'zimizning qarindoshlarimizni, o'zimizning singillarni, adlarimizni bu shaklda aldab bularni bunda dafsarni qilish menimcha faqat to'g'ri bir ish emas. Buni kechirolmaydigan, buningga qarindoshlarimizning hammasining nayti g'ururliq, vijdonliq ish qilishini bu yerda nayti o'z millatimizni so'ygan bir asosda bizningki Xitoyni iborat cho'ng bir dahshatlik bir dushmanimizning bizning yetkichi izlayotganligini, hech qanday chiqish yo'li qo'ymayotganligini o'ylagan asos qilishini, ish qilishini tavsiya qilaman. Bu yerdagi albatta Turkiyada yashayotgan oji sing'illarimizning o'zini uchun millatga vakillik qilgan eng cho'ng simbol o'zimizning onalarimiz, oji sing'illarimiz, qizlarimiz bo'ladi. Ularning bu o'zini temkin tutib, nihoyatda o'ylanib ish qilib, to'g'ri yo'llarda minishqa texim tirishishini albatta tavsiya qilaman. Biz Yevropada yashayotgan Uyg'urlar bo'lishibmiz, biz qo'limizdan kelishicha yordam qilishga tirishyapmiz. Hammamiz bo'lmasak ham menimcha ko'p qism insonlar tirishyapti va hamma qarindoshlarimizning o'sha tirishini tavsiya qilaman. Chunki Turkiyadagi bir qarindoshlarimiz bizning hammasi o'zimizning qon qarindoshi. Bizning hozirgi vazifamiz Uyg'urlikni saqlab qolish, Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini qo'lga qaytarib olish uchun biz o'zimizning kimligimizni saqlab qolishimiz kerak. Uyg'urligimizni saqlab qolishimiz kerak, bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Bu yordam qilish hargiz fursatni tepib, buni dafsarni qilish degan bu yerga ketib qolsa bo'lmaydi. Bu abayaq bo'layotgan bu ishlar pulni aldab seni yo'lga salaman deb pulini qayirib olish, o yolg'onni o'ylik o'chaqli qilib uni bo'zaq qilish bu ishlar bu dafsarchilikka kiradi. Shuningdek qarindoshlarimizning bu nuqtalarda sagak bo'lib, o'zaro fikr almashtirib, bo'libmi Yevropadagi tashkilotlarda ishlayotgan, mush ishlar bilan aralashayotgan, qonun bildigan, Amerikaning, Kanadaning, Yevropaning qonunlarini bildigan mush ishlarda saviyasi bor. Ya'ni mush ishlarga aralashib ko'pni bildigan. Men onu so'z Mehmet Ebber men qanday qilish kerakligini, mushta insonlarni so'rab ish qilishni umid qilaman, albatta, tavsiya qilaman. Bo'ldi, turib turing, ha. Ümit efendim yana bir qarindishimiz telefon qildi. Yaxshi. Suoli borki, anglaydi, ha? Bo'ldi, ma. Qani so'rang. Assalomu alaykum, Ümit efendim. Va alaykum assalom, qanday bo'lsangiz? Assalomu alaykum, Ümit efendim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Evet, va alaykum assalom dedi. Anlamagan bo'lishingiz mumkin. Mikrofon kendi cesaret efendim öpmeyeyim ama programda yaxshi qilyapsizlar, chiqdilar narsangizlarga bo'lyapmiz. Sizlarga ko'p rahmat. Endi mat temanlar kechikib qoldim. Shundoq bo'lsa bir narsani shu ekraningiz orqali beklayapti. Ha, qani marhamat. Qani marhamat. Hozirda bize cevap kalın uygulanan işçilikte arkadaşlara. Endi hazır vatanda o'tkazyapti. Her bir kunda biz meni xotirjam tamaqiyat uyda uxlagan bilan yurtimizda hozir yana bir programlarni ko'rgan kichik bolalar o'zining o'zini boshqa seçib ketibdi turibdi. Shunday holatda biz ichimizdagi uşak kişilerin bir yayınlaydan kelib telefon arqali maslahatlashib aslida bir qarasak deb. Endi biz hozir undaq ishki siyosiy inqilob qilgan ya bir
saylan qılğan mənim şəxsən fikrim. Bəlkə mənim xata sözləyirəm, lakin bu şu bundaq mövzu emas. Bizə ketirək bolsaq da bo'ylayman. Onun üstüge hazır bəzi proqramlarda mesela Amerika'nın namayış qıladığımız sağlıq, Billahi Hacı, Müşrabiya Qadir alımız namayış qadı fikir buldu. Hem de aşağı şimdi vaktini sərf qılıb bir vətən üstün çıxdırıb atqandaki biz onları ilham ulaşımız gerek. Hem de küçükken hem de onların yaşla azraq bir xattalık ya səvəlik bir kız onları topladı, Facebook'larda işte sözleşme bizi hatta hazır. Eğer de biz oylap bakılayı aşı Amerika bu adlı namayışka işgalcına üşünü uygun yaşaydı Amerika'da. Evimli kadar kanıda eşeği gibi toplu çıksa, avaz diye vanman çıksa biz baş küçük bulattım o kadar türümden buraya takattık. Hazır diyeyim bu inkılapının bir şekliye formulası yok. Her gün kılsak bunu kulaklıyorum şunlar yakışıklı ortada namayışlar müştak kılışımız gerek. Her gün kılışımız gerek. 10 adam, 20 adam bir teşkilat kuruyor. Aç teşkilatın şırmazsa yargı memnundur devletin falan tıkırıpla dava anlasa onun hayvanlarıyla düşün için her gün paylaşması gerek. Hem de hazırda ya Amerika'nınki aşırı Aksaray diyen bir Amerika'nın sıkıntınız bütün dünyanın közü o. Hem ya da Aksaray'daki neslen birinci olarak halkar hayaller gösterdi. Şunda bir moyum onunda az sağlık namayış klas 4-5 adam başlattı. Onu az digerde Facebook kırıyor, bunda desek bulmayı lazım. Biz oynamışımız gerek, kandamız kışın kırdatışımız gerek. Fakat hain, yaki münafık, yaki zaten satıdıran küçüğünden satmasılan, yüzsüzle kımısılan, bunlar var küçüğümüzden konuşmamız gerek. Ve biz bazı çeçilanlı eğil, birbirimizle tıklaydıklar, işimizin hazırlıklı, dava ayakta zaten halk ayakta kadar işimizde ailem birbirimizle uğraşıdığın, sayılan parlamentten hoşuna tiyulan söylep çıkıdan mezgin var. Hem de ben bize kaynak kaldım deyken bu korkumuzda hata deparayla kalbimizin şu vargırlar ve denge toprak karısı işlerimiz onu tabi deparayla hem de cesaretten çık söylep koymuşsan keçirim var. Yap. Bu sonuç mütacını bize müştermede de eğer kapısı ilişkilerimiz kadar yapmışsa diyen unuttuğumu. Sizge rahmet. Buldu rahmet emse. Hoş Allah'a emanet. Hoş Allah'a emanet. Ümit Efendi sizin bu vaqtda azraq bir fikir bayan qısıya deydi bu qarindişimiz. Aqısını to'liq anlayalmagan bo'lsam aniq, ama tushundim aslan mazmunini. Albatta buni men demasam butun endi mush da'vo sepida oldida ketayotgan o'zini mush da'vo atgan har xil tashkilotlarning mas'ullari va o tashkilotning tarkibidagi va ayrim jang qilayotgan barliq fidoi xalqimizning shuari bo'yicha chiqinglar hammalar endi mushu kun keldik ya'ni yushilib yatamdiq deydigan bu shuar hakikaten cho'ng izlab har bir ishning oldiga esilgan shuarga aylanib qoldi bu hozir yani bir millet izla qirla hakikaten buningdanmi ortiq dafsanichilik sharmanichilik deyotgancha bo'lmaydi hech qanday bir millatga endi yani mushundaq bir vaziyatdami yani bekinib yetib Uyg'urning hech qanday davosiga aralashmay eng oddiy bir qarshilik chiqish usuli bo'lgan va nihoyatda ta'siri bor qarshilik usuli bo'lgan namoyish qilishdan iborat mushundaq bir faoliyatlarga qatnashmay yetib elish bu insonlarga qandaq baho berishga to'g'ri keldi deb men nihoyat ko'p o'ylayman. Endi hamma Uyg'urninki hozir chiqadigan vaqti. Bugun chiqmasak tugaymiz. Mana shunday vaqt. Shunlashqa men butun dunyodagi Uyg'urlarni har xil usullar bilan Sharq Turkiston davosiga hassa qo'shishga da'vat qilaman albatta. Agar siyosiy jihatdan hassa qo'shamayman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, haqiqatan mayli qandaq uslub, qandaq shakllarda bo'lsa, men udul qo'shamaydi ekanman, oldiga chiqolmaydi ekanman, men yaniliq o'qidi ekanman. Mening oilamdan masalan, o'yin oilig'imiz birini tutib ketgan bo'lsa, 9 ta hayotda shularga ta'sir etamiz deb, mana shundaq ushshaq endi asli xato bo'lgan ko'z qarashlar bo'lganlar bo'lsa, mayli sizlar o zaman mayli qandaq tashkilot bo'lsa dunyoga iqtisodiy jihatdan yordam qilib yoki boshqa jihatlardan yordam qilib oldiga chiqish kerak. Buningdan ortiq Uyg'urlarga Xitoy qarshi kurash qildigan, haqiqatan qurol jang qildigan bunday bir fursatni kelmaydi. Ammo
jang Sharq Turkistonning ichida bo'ladi bo'lsa, uning uchun sharoitlar lozim, uning uchun vaqt pishib yetishi kerak. Umi inshaalloh bo'ldi. Uningsiz zaten meningcha Sharq Turkistonningki hörligi qo'lga kelmasligi mumkin. Yoshda qarayman. Ammo chet elda yashayotgan, hör dunyoda yashayotgan Uyg'urlar Sharq Turkistonlik bizning qarindoshlarimiz, qon qarindoshlarimiz hozir cho'qim chiqadigan vaqti har qanday chiqish kerak. To'g'ri bo'lib bo'layotgan ishga cho'qim qatnashish kerak. To'g'ri ish qilayotgan ichki insonlarning shaxsiy ba'zan mijoziga, uningki milliy o'ziningki kimligiga qoyil bo'lmaslik, uningga yaxshi ko'rmaslik bo'lsa mayli, uni qayirib qo'yib, bo'layotgan ish vatan millat uchun foydali bo'lsa, bo'layotgan namoyish Sharq Turkistonninki hörlik uchun, Sharq Turkiston xalqiningki azobini dunyoga anglish uchun foydasi bo'lsa, bunun chiqib qatnash kerak. Chunki bu namoyish yoki bu qilayotgan faoliyat uni tashkillagan qandaq u bir ikki insonning shaxsiy ishi emas, uning oilasining ishi emas. Sharq Turkistonda yashayotgan 25 million 30 million Uyg'urniki ishi. Shunglashqa har qanday Uyg'urni hozirgi vaziyatda chiqib bizning vatan millat da'voyimizga, bizning eng oliy da'voyimiz bo'lgan bizning hörlük Sharq Turkistonning mustaqillik bu davosida qatnashishni da'vat qilma albatta. Uning yüz tarafdori. Xo'sh. Biz ishlagan ma'vo Turkiyadagi va sirtdagi qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizniki ahvol so'rashayotgan ma'vo singlimizning savoli bilan salnim bo'lib ketib qoldi. Bugun kechda soat Yevropa shu Markaziy Yevropa vaqti soat 8 da hurmatli G'ulom akamiz bilan bir suhbatimiz bo'ladi. Bu vaqtda yana tafsiliy to'xtalamiz, ya'ni shu namoyishlar, tashkilotchilik va boshqa jihatlarda tafsiliy to'xtalamiz. Baya Umid apandi siz nihoyat yaxshi tushuncha berdingiz, ya'ni agar shu Yevropa ellari yoki boshqa g'arb ellariga yo'l elish niyatida bo'layotgan qarindoshlar bo'lsa, qanday qilishi kerakligi to'g'risida. Bu yerda ko'p qarindoshlar mendan so'ragan bir ish bor, shuningga javob olsam degan umiddaman. U bo'lsa-mu, ya'ni pasport masalasi. Ya'ni shunda bir yo'lga chiqqandan keyin ba'zilar deydiki, shu aeroplanning ichida pasportni yetib o'tishing kerak va yoki aeroplandan tushib, aeroportdan chiqishchi pasportingni yetib o'tishing kerak. Deydiki, yana ba'zilar deydi, bu xato. Sen shu o'zingning kimligini isbotlash uchun shu Xitoyning pasporti bilan chiqishing kerak dedim. Siz bu ishlarda jiq ko'rdingiz, jiq angladingiz. Sizcha qaysisi to'g'ri bo'ladi buningda? Buningda burungi vaziyat hozir o'xshamaydi. Burun masalan ba'zan qarindoshlarimiz mesela viza bilan kelgan bo'lsa yoki boshqa bir qonuniy yo'llar bilan kelayotgan bo'lsa, buni qonuniy yo'l bilan kelganligini bilib qolsa, o'tirib chiqqandan keyin buni qaytarib yetadi. Qaytarib yetish uchun pasporti bor har qanday odamni qaytarib yetadi-ku. U qaytarish to'g'ri kelib qolsa, qaytarib yetalaydi demakchi. Chunki u chaqda ba'zan qarindoshlarimiz pasportni yetib yetinglar deb viza bilan kelgan yoki viza bilan kelgan odam sen ilqindagi saviyada bir besimga uchirmading. Demak sen erkak ekansan degan hukm chiqadi u mezgillarda. Yetib ilcha qolib, ammo hozirgi vaziyatda men deymanki pasportni yetib tashib etmas kerak. Chunki bu Xitoyning o pasport hozir bu Uyg'urlarning Xitoyning ichida zulm ko'rayotgan bir millat ekanligini isbotlaydigan bir isbotimdachi. Hozir ham chunki men Uyg'ur deb kelayotgan boshqa millatlarmi bu emas bo'layotdi. Uyg'urning nomini setib, masalan, O'rta Osiyodan bo'lsin, O'zbekistondan bo'lsin, men Uyg'ur deb ilja qilib kelganlar bo'ldi, masalan, ular hech qanday dokument bermaydi. Ular o'zi isbotlay olmaydi. Birinchisi, Xitoyning kimligi yo'q. Burunqidek yolg'on kimlikni ko'rsatsa, hozir buning bir maxsus formula qilib va uning birli sog'andan keyin buning saxtaligi o'tirg'i chiqdi. Hozir kimliklar bek taraqqib ketdi. Hozir ham davlatning kimligini bunda qo'yilgan bir asbob bor, shunda qo'ygandan keyin saxta deb chiqdi qarang. Shunglashqa mesela ular hech qanday kimlik ko'rsatmaydi, Uyg'urning nomi men Uyg'ur deb kelib siyosiy jahib qilayotganlar. Ko'rsatmagandiki ular rad bo'ladi. Shu hozir. Ana Sharq Turkistondan kelayotgan Uyg'urlar hozirgi vaziyatimiz mundaq eg'ir. Mayli Turkiyadan qanday yerdan kelgan. Uningdan boshqa Xitoyning Misrdan, Saudiya Arabistondan, Dubaydan, qatorliq davlatlardan Uyg'ur o'quvchilarni va shu Uyg'urlarni Xitoy hukumati bilan birlashib tutqun qilib Xitoy qaytarayotganligini bu yerdagi gaz jurnal va medialar chiqdi. Buning haqqidami, ya'ni bu yerdagi
qonun organlarının ilçe köçmen idarelerinin bunundan mı xəbri var. Yani demek çoğunum aşı devletlerden kelsiniz mi? Türkiye'den kelsiniz mi? Yani başka yerden kelsiniz mi? Siz özünüzden Uygur şikayetlerini ispatlayalısınızlar. Sizge yani meşayga okşaş muamelege yani siyasi ilçalarınızı misali yetküzel ayılan muamelege erişsiz demekçi. Ben deyime çoğunlaşka pasportun ciddi için hiç kandak acil yok. Burunkudek ben Germanya'da kanun çıktı dedim bu Uygurlarını ketkisiz ki bulmaydı. Hazır Xitay pasportu bağ Uygur olsun, pasportu yok Uygur olsun, mail o emeldar olsun, okugucu olsun, adet normal halk yoki ticaretçi olsun. Chet elden kelgen her qandığının putunu ya tek güzme her qandığının türmüge solavatıdı. Bugün solamasa bir hepçik yaptığını tutup solavatıdı, izlereksiz yokavatıdı. Bu ne? Bilgilik bu. Köp qitim bu gez jurnallarga axbarat vasıtalarga chiqdi bu. Chiqqandan keyin demek siz men Uygur, mana men Sharq Turkistonlik Uygur deb o'zingizning Uygurligini isbotlashingiz kerak bana. Albatta kelgan chaqda shunlashqa Xitoy tarjimon kirishi mumkin. Xitoy tarjimon kirsa, yo'q men Xitoycha men bilmayman. Men o'z tilimda siyosiy qilman deyish kerak. Xitoy tarjimonga ishlash qilgani bo'lmaydi. Xitoylar nega bo'lsa, ya'ni baribir kommunist Xitoy uchun xizmat qildi bu Xitoyni qanday berishni qat'iy nazar ko'pinchisi. Yana bu yerda Uygurlarning manfaati Uygur kamaydigan, ziyon keldigan ba'zan gap so'zlarni qo'shib yoki muhim bo'lgan gap so'zlarni aynan tarjima qilmaslik mumkin. Bunda ahvol nihoyat ko'p bo'ldi. Hatto tarjimon Xitoy shu siyosiy chaqa Uygurlarni bu davatqining yolg'on, mahkamachining xabari yo'q bu yerda. Sen davatqini yolg'on bunda ishlar yo'q deb ashada besimqa ahvollarni yetkazdi bizga. Demak buni shunga mahkamachi bilmaydi, o Xitoychi bilmasa o. Kelgan Uygur Xitoychi gap qilsa, bu Xitoy aynan ahvolni demasdan yoki manda davadır, anda davadır deb ta'turga gap so'zlab qo'yib sizga qaytirib tarjima qilib berdi. Qaytirib tarjima qilgan yerdimi? O'zining xato o'tkazgan yerini to'g'ri qilib deb bersa, buni degan hamma to'g'ri deb imzo atasiz. Ya bu ziyonliq bir ish. Shunlashqa siyosiy chaqa har qanday qadam men Uygurcha tarjima ishlatmayman. Xitoy kirsa men Xitoycha tarjima ishlashni xohlamayman. Mening bir psixologim meningki, mening kayfiyatim Xitoyni ko'rgandan keyin mening pervayim o'rlaydim, bular ishlash qilmayman. Shunlashqa men o'zimning Uyg'ur tilida, ana tilimda siyosiy chaqilman deyish kerak. Bu qabul bo'ladi. Uyg'ur tarjimon ahamiyati bor hozir. Azroq 5 kun 10 kun kechikib taklif qilsimi, bu Xitoyni chaqirib akirib, bunun rad bo'lib ketgandan, nachar oqibatga erishgandan 10-15 kun saqlagan yaxshi. Buning tavsiya qilib. Shunlashqa mening tavsiyam hozir siyosiy chaqib kelgan hech qanday Uyg'ur pasportini yechishning hojati yo'q hozir. Hojati yo'q. Men Xitoyning garajlarida deb ko'rsatsa bo'ladi. Hatto pasportining vaqtida nihoyat oz qolgan qarindoshlarimiz bor. Masalan, Xitoy konsullarida, chet eldagi Xitoy konsullarida Uyg'urlarga qat'iy pasportni uzatib bermayotganligini, pasportni bermayotganligini, uni da'vatimiz keng ko'lamda ba'zan maqolalarni chiqib to'g'rilab, buni hammani desi bo'ladi. Masalan, mening siyosiy chaqib kelgan qarindoshlarimiz birinchisi o'zining beshida o'tgan kechirmish Sharq Turkistonning vaziyatini deydi. Ikkinchisi yana birisi mening Xitoyning pasportini uzataman desam, pasportimni tortilib meni chet elda mayqada qonunsiz odamga aylanib qolish vaqtim keldi meni deyish kerak. Masalan, Turkiyada nurg'un qarindoshlarimizning hozir pasportning vaqti to'shay deb qolganlarmi bor ekan. Jiq telefon qilyapti. Masalan, shu qarindoshlarimiz kelsa, deydiganki mening birsimi shu, pasportni uzatishimiz mumkin emas. Birinchisi o'zim kirsam meni u yerda tutilish ehtimolim yo'q emas. Ikkinchisi pasportimni tortilib jiq tashitib menga pasport bermaydi yoki bir qatimda Xitoyga qaytadigan Xitoylar Xuyshanjang deydi, qaytish kirishkisi qo'llam tutib qo'yib, meni Turkiyada yoki men qaysi davlat bo'lsa, qonunsiz odamga aylantirib qo'ydi. Shunlashqa men qachmasam bo'lmaydi degan gapni qo'shib desib bo'ladi. Hozirgi vaziyatda ham Uyg'urlarning qabul bo'lish ehtimoli Yevropada biroz yuqori, ammo kelib yerlashayotgan qarindoshlarimiz nihoyat oz, yo'lni topolmayotganlik uchun, ammo kamida emas, yaqindagi Germaniyaga, Avstriyagami yaqinda 15-20 ga yaqin qarindoshimiz o'sha oldingi 2-3 oydan ichida keldi. Ko'pinchisi shu biz Turkiyadan keldi, va boshqa davlatlardan kelganlar bor, boshqa musulmon davlatlardan. O'ylash kerak, xaridni oldiga ichib qo'yib qarash kerak. O'tdi Turkiyadan chiqiblar, menda Yevropadan olmishib, menda uchish imkoniyati hal bo'lmay qolsa, u imkon bo'lmay qolsa, men deganimdek Turkiyaning iqomati bor insonlarga asaroq bu Xitoy pasporti bilan xohlagan bir Xitoy pasportiga viza olmaydigan bir davlatga berib, bu davlatning Turkiyaga qaytib uchish jarayonida Yevropada bir davlat almashib qolgan bo'lamdi degandim qarash kerak. Nurg'un imkonlar bor. Buni hammadan 3-4 yoki 2-3 birlashib buni kalla qatnoz bo'ladi. Bu chaqda biz ham azan keladi. Bekadimga haqqa $5,000, $10,000 pul berishning hech qanday hojati yo'q. O'z kallasi bilan o'z yilg'indek
emin bo'lgan asosda manda bo'ldi, haqiqatan manda qildim ya deb bu yo'lni mangan bo'ladi. Bu yo'lda bilmay qolgan, endi ish qiladigan yerlar bo'lsa, har zaman telefon qilib, bu Yevropa tashkiloti ishlayotgan nurg'un qarindoshlarimiz, bu ishni qilayotgan bizlar o'xshash shaxslar bu ishlarni yaxshi bilamiz, yaxshi maslahat bera olamiz, to'g'ri ya'ni ko'rsatib qo'ya olamiz, qanday qilib bo'lganligini ba'zan texnik masalalarni bunun yordamchi bo'ladi. Chunki hozir Uyg'ur xalqininki cho'qim o'zini qutuldirimiz bo'lmaydigan bir vaziyatda cho'qim o'zini saqlab qolish kerak. Albatta abim qarishimiz dedi. Bir inson o'zining o'tisidan, oilasininki o'tisidan chiqolmay turib, vatan millatga as qo'shibmi, uning chorasi, buning imkoniyati bo'lmaydi. Avval o'zini mustahkamlab, o'zini qutuldirish kerak. O'zini, oilasini qutuldirish kerak. Buni qutuldirgandan keyin xotirjam bo'lib qolgan ishlarga yordam qila oladi. Shunlashqa beshiga nihoyatda kulfat tushayotgan, ishal bo'lmayotgan qarindoshlarimizning Turkiyadagi bu yo'llarga safarlarga chiqqan chog'da sagak bo'lishini, qalayimqan yolg'on va'dalarga ishinib, iqtisodni tushirib texim vayron bo'lib ketmasligini tavsiya qilaman. Rahmat. Boya bir gapni deb o'tdingiz ham bunda masalan bizning beshimizda o'tgan ishlar. Mesela Yevropaga kelgandan keyin Xitoy tarjimon akilimiz deb qolsa, unga qo'shilmaslik kerak. Bu nihoyatda bir muhim bir gap. Ammo Yevropada ba'zi davlatlarda Uyg'urlar nihoyatda oz bo'lg'achqa, Uyg'ur tarjimon topolmaydigan ahvollar bor. Shunday holatda Uyg'urlarni Xitoy tarjimon qabul qilishga majburlaydigan ahvollar bor. Mushta ahvolda qanday qilish kerak sizcha? Endi hozircha Uyg'urcha tarjimon yo'q. Yevropadagi ba'zan masalan davlatlar menimcha hozircha yo'q. Masalan, mayaqdan sanab kelsak, Uyg'ur tarjimon bor davlatlar Fransiya, Germaniya, Avstriya, Gollandiya, Shveysariya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya hammasida Uyg'ur tarjimon bor. Da? Buning hammasi Uyg'ur tarjimon bor. Endi uqmayman endi ya masalan Danimarkni bilmaydi ekan shaxsan men Danimarkda Uyg'ur tarjimon mesela Finlandiyada Uyg'ur tarjimonlar bor. Burunqi ozuqamiz hozir 2-3 ashtaq bor hamiyadi-ku. Germaniyada 7-8 bor masalan. Darhol yuguraydigandan. Agar ashunday alayda bir kichik ahvolga tushib qilib, yerlik insonlar, masalan yerlik xalqlar, yani masalan ya Germaniya yoki Danimarklik ularning Xitoycha bilganlari intayin ko'p. Ularda tarjimon undalar kirib, sen men qo'rqma, men Xitoycha bilmayman, sen Uyg'ur ekansan degan gaping deyman, ammo gaping demasang bo'lmaydi desa, bu gap deyish kerak. Chunki deydigan gap nima desa, Xitoy desimi, so'rasimi, yana birisining deydigan bir qancha gapi buni cho'qim davlatishga tegishli gap bor. U nima desa, nemish kelding desa, men siyosiy ilcha qilib, jinimni qutqizg'ili keldim degan gapni cho'qim deyish kerak. Yani siyosiy ilcha qilganligini demis bo'lmaydi. Buni deyim cho'qim deyish kerak deb, men jinimni qutqizg'ili keldim, men jinimni qutqizmasam men o'laman, mening vaziyatim intayin og'ir, mening oilam, men o'zim va mening qarindoshlarim og'ir dafsan ostida, qirilib tugab ketish ostida, men shundan qochib keldim deyish kerak. Qolgan tafsiliy gapni qanday bo'ldi desa, uni tayyor qilish kerak. Yaxshi tayyor qilish kerak. O'tirgan xo'shnamanda olib ketdi, Uyg'urlarni manda qilyotdi degan gapdan aslan biladi. O'zining oilasiniki manfaat chiqishini qilib turib deyish kerak. Ya o'zining ayoli, yo'ldoshi, singlisi, inisi, ota-onasi va o'zi kelgan tahdid, kelayotgan tahdidlar. Masalan, ashada bo'lib qolgan bo'lsa-mu, manda ish bishim keladi, chunki meni manda qildi. Haftada bir qatim o'zingni ma'lum qilasan dedi. Meni manda chiltin atdi, men ko'z qini soldi. Xitoylar menga masalan ko'z qini silib, hatto meni to'y qilishga zo'lish mumkin degan o'xshash nurg'un narsalar bor. Hammasi mush inson aqlining dafsanda qanqa kirdigan. Mushularning qaysi desa qancha jiq deyalsa, qayil qiladiq deyalsa shuncha yaxshi. Ammo tarjimon masalasi kelgan chog'da mencha hozir bek endi cho'ng andish qilmaslik kerak deb o'ylayman. Agar yerlik insonlar Xitoycha bilgan insonlar kirib desa, uni men qattiq Xitoycha bilib turibman. Bo'lib ular nima qaraysan, sen nima qilading Sharq Turkistonda deb so'raydi kelgandan keyin. Endi ba'zan nima qarindoshimiz bor kelgandan keyin men universitetda o'qigan, o'qituvchidim, hukumat ishlagan, ma'murdim, u bu deydi. Deb turib, men Xitoycha bilmayman desa, bunga ishonmaydi. Da, bumi aqlga muvofiq bir narsa. Uning ustiga biz chet elda davatimiz 2003 yildan boshlab 2000 bo'lib 2005 yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda keng ko'lamda Xitoy yaslisini yerlashtirib, Xitoy yaslisini keng ko'lamda taqib, Uyg'urcha yasli maqomida, Uyg'urcha til maqomida butunlay Xitoycha bo'lyapti deymiz. Demak, mushuningga to'g'rilab kelgan yosh bolalarning yoshlari mushu davrda cho'ng bo'lgan bo'lsa, demak, hammasi Xitoychani puxta biladi, majbur biladi degan ma'no chiqadi buni. Shunaqa emasmi? Demak, bu yoshdagi qarindoshlarimiz agar yerlik menda birasi kirib desa,
Xitoycha gap qilmasang, ba'zan gaplaringni olmasam bo'lmaydi, nima uchun kelganing demasakmi, bu saqchilarchi desa, o zaman qo'rqmay deyish kerak deb. Men Xitoychani bilaman. Men kelishimdagi maqsad men siyosiy chaqirib keldim, jinimni qutqizib keldim. Lekin men o'zimning siyosiy iltija jarayonimni o'z ona tilimda berishni xohlayman desa bo'ladi. Bular e'tirof qiladi, buningga hurmat qiladi bu talviga. Bu shaklda qisib bo'ldi, shunlashqa mayaqda men o'qigan, men ma'muriy bo'lgan, mening tilim depsan qilman faqat Xitoycha o'qigan deb turib, men bilmayman desa, birinchi qadamdan sal oldiganlik bo'lib qoldi. Keyin albatta buni ba'zi ekan men qo'rqib Xitoyga demagan deyish bo'ladi, Xitoylar kirib qolsa, buni demayman deyish bo'ladi. Ammo hozircha mesela Germaniyada, Avstriyada Xitoycha bildigan yerliklar intayin ko'p. Bu keyingi mezgilda Xitoyning iqtisodiy o'rlagan chaqda bular keng ko'lamda Xitoycha o'rganishni amalga qo'yib o'rganganlarni aytib ko'pkan. Men ko'p taniyman shaxsan. Bu savolni so'rashimda bir ish qallamga kelgansizmi bilasiz, o'tganda bizning boshqa qarindoshimiz Bulg'ariyada tutilib qolib, shu til jihatdan baq qiynaldi. Ular ham men bilan aloqa qilgan, telefon so'zlashgan. Ba'zi arabcha so'zlashib baqqan bo'libdi, boshqacha bir tillar Xitoycha so'zlashganlar bo'libdi. Ish qilib hayoti xavfli qolg'ashqa bular Uyg'urga ishimiz, Uyg'ur tarjima akab bersa Bulg'ariya uningga pisand qilmadi, ya'ni Uyg'urcha tarjima akamay bizniki atalmış ba'zi bir tashkilotlar aloqa qilib yordamga erishamay yomon qiyin ahvolda qolganligini menga telefonda degan ular. Shu ish esimga kelib, masalan, hem burunmu işte ahvallar bo'lgan, masalan, sen Xitoylik kelsa, pasporting Xitoydan turdi. Biz faqat Xitoyda davlatlarning Xitoy ishganligini bilamiz, shunga Xitoy ekilmiz sana. Desa hamda bir majbur bir Xitoyni tarjimonlik akelsa, u Xitoyning haliqanandek bilib bilmay dushmanlik qilishi turgan gap. Shunga amal va qarindoshlarimizga tavsiyamiz hech bo'lmasa siz degandek, boya degandek Xitoycha biladigan yerlik o'smi bo'ladi agar nima Xitoycha ishiltish to'g'ri kelib qolsa, Uyg'ur tarjimani topolmay qolsa, hech bo'lmasa shu Xitoycha biladigan yerlikni aka desam, bu bir yo'l. Yana birisi endi boya Rossiyadagi qarindoshimiz Dilmurod telefon qilib bir muhim bir uchurni berdi. Ya'ni Belorussiya orqali Yevropaga yo'lga solaman deb aldayotganlar borki hozir Turkiyada. Chunki hozir Yevropaniki siyosatlar chinib ketgandan keyin G'arbiy Yevropa taraflarga tranzit bileti ilish tasvib qilib, hozir endi Xitoy bilan yaqin burunqi diktator davlatlar, Rossiyaning qarmog'idagi, Sovet ittifoqi qarmog'idagi, masalan, Belorussiya, Latviya, Litvan yoki Rossiya orqali mushu, hatto Qozog'iston, Qirg'iziston orqali Osiyoga tushib, u yerdan Yevropaga o'tadigan bilet ilib, Yevropaga yetkazma deb aldayotganlarmi borkanda, hozir mushu Turkiyadagi qarindoshlarimizni. Ana abat amaliy misolni dedi, tutilib qolibdi. Tutilib qolib Turkiyaga qaytarib o'tibdi. Shunga Turkiyadagi qarindoshlarimiz bek diqqat qilinglar. Bundaq aldamchilarga aldanmanglar. Endi bu yerda xalqimizning bilishga tegishli muhim bir nuqtani shuni bilish kerak. U bo'lsa-mu Xitoy bilan yaqinda o'tayotgan bo'libmi, bizning qo'shni davlatimiz, ular bizning qarindoshlarimiz bo'lsa-mu 97-yildagi, 96-97-yildagi Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirgan bu davlatlarni hargiz bular yerda besib o'tib, bu orqali Yevropaga kelaman degan harakatni qilmaslik kerak. Rossiya ham buning ichida. Qozoq, Qirg'iz, O'zbekiston ham buning ichida. Bu Xitoyga moyil davlatlar bo'lib, hozir Misr, hatto Saudiya, hatto Dubay de Arab Birleşme Xalifaligi qatorliq mushu davlatlar orqali mashunda mishayga tushib, moyaq o'taman degan yo'lni qat'iy mangmaslik kerak. Chunki bu ko'rayotgan narsani yo'q o'ylashmasa bo'lmaydi. Xitoy o'zining hukumati bilan, hatto o'zining saqchilari bilan shu davlatning yerlik saqchilarini birlashib, ashad o'qiyotgan o'quvchilarni tutib, olib ketadigan, shularni qo'lga olgan, so'lab qo'ygan ahvollar shu yerda mavjud bo'lyapti. Ya'ni Xitoyning pasportini ko'tarib, hargiz u yo'llarda minishga bo'lmaydi. Aniki Rossiyaning qo'liga Belarus, Umrus va qatorliq bu davlatlardan hargiz o'zini bexatar his qilib, u yoqdan men uchib ketaman degan xam xiyonlik qilmaslik kerak. Qarindoshlarimizni Turkiyaga ketkazayotganimizda ta'lim chiqibdi. Xitoyga ketkazayotganimiz qanday qiladi? U Xitoyning yaqin tursa u davlatlar. Xitoylar shu hamkorlashib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'lsin, butun dunyoda siyosiy jihatda, har jihatda shularni birlashib, shuningki katmini chepatgan davlatlar tursa, bunda davlatlarni hargiz o'tmasi kerak. Bu o'zim zaten demokratik davlatlar emas u. Bu yerlarni qat'iy dastlashga bo'lmaydi. Bu yerda qanday xatar bor desa,
Ular tutulup qalsa yoki yo'lga chiqmay turib tutulib Xitoy qaytarib berish ehtimoli intayin yuqori. Uylarni hargiz minishga bo'lmaydi. Albatta, uning qolgan davlatlarni o'ylash kerak. Imkon bor, masalan boshqa bir yerga berib, ya Turkiyani Yevropaga olmish boshqa yerga menish kerak. Masalan, cho'qim Xitoyga uchishning hojati yo'q. Faqat bo'lmay qolsa Hong Kong uchsa bo'ladi. Almanga degandek, manda anda uchirgan biletlarni ilib mangsi bo'ladi. U jarayonda albatta o'zining yurish-turishiga, kiyinishiga diqqat qilish kerak. Bu yer deganlim endi bu andamında kiyini deganlik emas, chunki bu uchish qanday uchish desangiz, hozir Turkiyami, xalqarami shuni biladi, Uyg'urning vaziyatining intayin ig'irligini, necha million Uyg'urningki bu yerda Xitoy turmushda bo'lib, Xitoyning butun kuchlar Uyg'urni terrorist, bo'lgunchi deb dunyoga jakalab bilan talab har yerda tutib solayotganligini biladi. Demak, Uyg'urga o'xshaydigan bir shaklda o'zingizni Uyg'urga o'xshatib bilgandek Xitoy pasportida uçsanız naq adam şu deb buni hammasi biladi hozir endi. Tushundingizmi? Hammasi biladi. Shunlashqa ilg'indek mesela akın bir kunlari Bosniya orqali uçmasa bir qancha qarindoshlarimiz shu yo'lda meningib ekan, menga jag'da ularni ushqizmabdi mesela. Chiqarg'izmabdi. Mesela so'rabdi shu savollarni. Sen qaysi millat, sen qaysi til so'zlaysan deb so'rabdi. Bu deganlik ular Uyg'urmi deb gumon qilib so'ragan gap. Mesela o qarindoshimiz aqlli ekan, shu biz biz şu Xitoy tili söylüşümüz bizim tilimiz Xitoy depdi. Aşağıda men Uyg'ur degan bo'lsa, mesela aşu ba'zan davlatlar ham Xitoy bilan munosabat intayin yaqin. De, o'zining davlatining manfaati uchun, cho'ngroq kredit uchun, Xitoyga cho'ngroq kelgan pul uchun chet yetishdim yanmaydigan davlatlar. De, shunga bunda vaziyatda hozir sirtda, ya'ni Yevropadan sirtqi, o'zingiz kelishim nishoningiz bor, Yevropadan sirtqi boshqa yerlarda men Uyg'ur deb o'zingizni oshkorlashingiz aslında safaringizga daxl yetkazib qo'yish mumkin. Shunlashqa bu yerda uningni jim tursiz. Agar saqchilar kelib so'rab qolsa, sen nima deb qolsa, men Xitoy fuqarosilik, men Xitoycha so'zim boshqa tilni bilmayman deyish kerak. Ya'ni chunki Uyg'urlarning pasportlarida yozilgan ismlarmi hech bir zaman bu yerdagi islomcha, musulmoncha ismni aks etmaydi, chunki Xitoyni o'zgartib yozganlik uchun. Mehmet bo'lsa Maymayti deb yozganlik uchun, masalan, Samatos Samayti deb yozganlik uchun bunu o'qigan chet ellikmi buning bir islom, musulmon ismligini bilmaydi ko'pincha. Bilmagandan keyin chiroyi qarab ba'zan Uyg'urlarning Xitoyga o'xshamagandan keyin so'raydi ekan, sen qaysi millat deb so'rab qoldi ekan. So'rab qolsa, men Jungoning fuqarosi, men yo mashq yerim bezimishlar olmush ketganmişlar aralashgan. Birisi men deb qo'yib yo'lda safarni o'ngishib qilish uchun o'shalar bunday yolg'on so'zlashga to'g'ri keladi demdi. De, bu shu nuqtalarga diqqat qilsa bo'ladi. To'g'ri. Masalan, Bulgariyadagi masalasiga uning Bulgariyalik qarindoshlar bilan men ularni aloqalashgan, ular mening bilan aloqalashgan, chunki o qarindoshim butun dunyoga biz aloqalashib o'ziga yordam istagan. Mening munoyat bu ishni qarim, ular uzun yillar turib ketdi daha necha oylar olib ketdi ular hozir. Ular ham tarjimon tepilgan. Bulgariya hamda bu Sharqiy Yevropada bir qancha davlatlar bor. Texnicha demokratiya ularga 100% yetib kelmagan. Demokratik hisoblandi Yevropa Birligining ichida. Lekin qonuniy Yevropaning G'arb Yevropa davlatlari hozirmi ularni butunlay demokratlashmagan deb shularni tanqid qiladi. Demak, ularni shular Bulgariyami bor, Bulgariya deymiz, oyoqda Ruminiya deymiz, mushtaraki bir qancha davlatlar bor, masalan, Chex, Slovakiya bu deganlar moyoq yaqin texi biroz. Bunun boshqa masalan Polsha, boshqa qatorli davlatlarda ancha-muncha ilchaqqan birdan ikki qarindoshimiz bor ekan deb angladim. Rad bo'lmabdi. Ko'pinchisining qabul qilganlarim bor ekan, ammo masalan shu insonlarga Uyg'urcha tarjimon tepishda yüz qiynaldi. U yerda Uyg'ur yo'q, tarjimon texim yo'q unda bo'lgandan keyin ular endi majburiy o'zininki demoqchi bo'lgan gapini bir tilda ifodalashga majbur ular. Ular inglizcha biz tex yaxshi, xalqaro til biz tex yaxshi. Bo'lmasa endi Xitoycha deyish kerak. Tavakkul qilishning boshqa chora yo'q deyish kerak. Men siyosatchi keldim. Men bunda millat Xitoy meni bunda ezavotdi, mening ustozim meni o'ldirdi, meni cho'qim o'lib ketaman. Qaytirib olsanglar o'laman, Xitoy meni jaylaydi, mening ishki organlarimga ilib sotdi. Xitoy zaten yilga Uyg'urlarning va boshqalarning ishki organlarini setib 8 milliard dollargacha pul tepatqanligi xalqaro matbuotlardan chiqdi. Demak, gapni yaxshi tayyor qilish kerak deydigan gapni bo'layotgan zulmni ig'ir darajada o'ziniki bo'layotgan shakl yetkazib bersak yomon cho'ng gapmi shu. Bundaq zulm insoniyat tarixida bo'lib boqmagan. To'g'ri. Ammo shu holatda Uyg'urlarimiz haqiqatan shu agar mushtoy yo'lda menish niyati kelib qolganlar bo'lsa, shu bugungi programmamizni astoydil ko'rib, agar
Beşidin anlayamagan bolsanız qayta anlap bir ideya jihatda tayyorlik bo'lish kerak bu ishda. Cho'qim kelgan bilan da bo'lmaydi. Kelgandan keyin mangadigan yo'llarni to'g'ri mangmay uzun yillar qiynab ketadigan ahvollar bo'ladi. Shunga boya Ümmət əpəndim dedi. Agar kalanglarda yeshilmagan javob ololmagan savollar bo'lsa, mana shu Ümmət əpəndimdekmiş ishlarni biladigan Yevropa qarindoshlaringlar bilan aloqa qilib, hozir aloqa qilishmi oson bo'lib ketdi. Masalan, Facebook deymiz, WhatsApp deymiz, har xil usullar bilan aloqa qilib bo'ldi. Savollaringlarga javob elib, to'g'ri yo'lni menishga tirishsanglar yaxshi bo'ladi. Baya hamda bir deb o'tgan bir masala shu Yevropada uzun yillar xotinsiz qolgan qeyrtazlar yoki boshqa sabablardan qeyri bo'lmasa xotin olamay yurganlar shu hozir Turkiyaga yuguradigan bo'libdi. Bir millatning beshiga kun tushsa oldi bilan shu millatning ichidagi ojiz bo'lgan shu qiz ayollar bolalarga keladigan kelgulik. Mush Turkiyada shu eng ko'p qiynalıyotganlarning bir qism ayollar, tulqagan ayollar va yoki yo'ldoshi vatanda turmush kirib ketgan, lagerda kirib ketgan boshqa sabablar tufayli shu Turkiyada nihoyat qiyin turmushda yashayotgan Uyg'ur ayollar, qizlar borlig'ini doim anglab turyapmiz. Asli Yevropadagi yoki boshqa shu g'arb ellarda yashayotgan erlarimiz ichida haqiqiy sop til bilan o'ylanish orqali ashadagi ayol o'ylanmagan yoki ajrashgan ayollarni Yevropaga akilib, mishada bir xotirjam turmush bergan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo afsus aramizda har xil odamlarning bo'g'inligi sabablik boya Ümmət əpəndi tilg'ab o'tgandek ashaga 2-3 oyda bir qatim yugurib bir xotinni olib qo'yib, balani qo'shqilib bala qoldirib qo'yib, hatto balasi tug'ilgandan keyin bu mas'uliyatsizlik qilib, shunday qilib xotinning ustiga xotin olib yurganlarni barka angladik. Uning ustiga biz haq pandisa beshimiz og'riydi, shu dinga kelganda yomon aktiv mollam degan bir qalpiqova bir odamni ko'rsakda zada shapkimizni elib ta'zim qilishga aram turamiz. Shu İstanbulda shundoq bir sesiq mollalar yomon ko'pga. Hatto tunugim bir Facebookda bir xabarni anglab yomon chiqib keldi. Mening 14 yoshga kirgan bir qiz bolni yo'g'on cho'ng yoshli birisiga damda birisiga nikoh qilib qo'ygan bir munofiq mollami bor ekanda. Biz Uyg'urlarda men shaxsan anglamagan, ko'p baqmagan 13-14 yoshli bolalarni nikoh qilib qo'ydi degan gapni men anglamagan. Türkiye'deki şu qarindoshlarımızdan şu bugunda eshakning kuni ko'rayotgan japaliq kunlari de ashunimi tijoratga aylantirib olgan bir munofiq bolalar bor ekanda. Bununla masalan şu Türkiye'de faaliyet qilayotgan bizning tashkilotlarimiz bor. Bir emas, xeyli bor ekan. Aşağıdakiler amaliy ahvolni bilgandan keyin bir odam avatib, odam tashkillab şu ishlarning oldini olish kerak. Biz Uyg'ur vatanda qanday yashagan bo'lsak, abay Ümmət əpəndim deb o'tdi, Turkiyada 18 yoshdan tuvallarniki, qizlarniki to'y qilishiga yo'l qo'ymaydi ekan nikoh qilishiga. O yerlik Turkiyaning qonuniga bo'ysunishimiz kerakda. Bu qonunsiz ish-ku. Onundan boshqa shu qiyin ahvolda qolgan qiz ayollarniki hozir holatini fursat deb bilib, xotin ustiga xotin ahmoq o'ynayotgan vijdonsiz erlarimiz ama Yevropa tarafdagi. Menimcha oshkorlanish kerak, fosh qilinish kerak, xalq oldida jazolanish kerak bular. Undan boshqa Ümmət əpəndim sizdan so'raydiganim, Yevropada hamda bu shu nikoh, to'y ishlarida bu qonun yomon kuchlik. Kim qonunga xilof ish qilsa, avliyo bo'lishidan qat'iy nazar jazolanadi. Agar boya deyilgandek, shunda xotin ustiga xotinni elib ahmoq yurganlar bo'lsa, Yevropadan berib ashiyo Turkiyaga. Ularning qonuniy jihatdan jazolanishiga bir yo'l etishimiz kerakmi qandaq? Bu mesele endi kanuni meselege berip takıldı. Endi elbette özümüzün milletimizden öz milletimiz bilen uyuşaklık bulup toy kılıp cümleden nikahlanıp
aile kuruşunu bütün gücüm bile kollayma elbette. Nayeti güzel aile kurup bir milletinin ki güllenişi, ravajlanışı, insaniyetinin güllenişi, ravajlanışı muşu noktadan çıkış nokta buludu. Şunlaşka Avrupa'daki meyli er bulsun, ayallar bulsun, elbette Uygur izleydiğin başka yer bulmagandan keyin Avrupa'da köp Uygur bulmagandan keyin Türkiye'de Uygurlar köp bulgandan keyin bizga nisbeten eviye berip öğlenişi, ular bilan öýçaklyk bolup, turmuş kuruşu insanni hoşal kılgan bir iş. Ama bu herkes depsende kılgan bir pelenpey üstüge kurulması gerek. Bu bir bu bir rezillik, bu emdi resmi bu hıyanet tabi hesaplandı bu. Hem de anın 14 yaşlık mındak. Ondan narsiydi ballani 18'e toşmagan insanlarni kızlarni öylendiriş qat'iy qabul qilolmaydigan bir iş. Bundan esket bütün emni xalq qarşı çıkış gerek bununla. Bir millet buluş bitimize qarşı. Bu degen bir bala odur, kiçik bir bala. Hemmemizin farzandlari var. Bunda aşkı yol koyması gerek. Bunda işini hazırlap bergen insanlar bilen münafık iş buludu. Resmi bu qabul qilgan bir mesele emas bu endi. Ama bu Avrupa'nın bir yerde toy qilib ekilişmi qiyin. Ama Türkiye yaşap qilish niyeti bolsa, sapdı Allah rızası üçün çıkışıp bir aile kurup şu yerdə mi şu qarindaşlarımızın ödüsünü çıkıp bala vaqısı bekip özünü, ailesini şu yerdə bekip Türkiye'de çıraylık güllünde bir yaşsa umu yaxşı bir iş elbette. Keyin fursatını tepip kanun resmiyetlerini ötep Avrupa'ya ekilip bir yerde yaşasın umu yaxşı bir iş elbette. Yani Uygurlar bilen elbette özü bilen öy uşaqlanıp öy kurup turmuş kurup güllünde köp işi bizim milletimizin tavsiye kılgan bir iş. Ama bu adam aldaşqa ayılıp ketadigan, depsende kılışqa, eyliqindeki naşayın işler ayılıp ketadiganğa herkes yol koyduğun bir mesele emas bu. Elbette bu nazik bir mesele. Hem ayal kişiler hem aciz. Türkiye'de onusuyla tul ayallar, küçük ballar ile qağa ayallar intayın köpken asli bizning en yardım kılgan, kolumuzni en sunulgan bir toplum bolsa şu analar, narsiydi ballar ve iqtisadi yetişmey, okuyamay, oquşdan to'xtab qolayotgan, o'qish girdog'ida to'xtab qilish holida turayotgan o'quvchilar. Mushularga dastlab yordam qilishimiz kerak. Albatta qiyri cho'rlar buning ichida bo'ladi. Erlar yana bir amal qilib, o'zi kuchab bir yo'lni topadi. Hamda avval ayol kishilarni xotirjam qilmay turib, o'zimizning milliy g'ururi, analarimizni, qizlarimizni, singillarimizni qutuldirmay turib, bu jahonimiz jahon bo'lmaydi. Şonlaşqa Avrupa'da yaşayotgan bolsa, nerede yaşayotgan xalqimizning bo'libmi, erlarningmi bu ishga alayda diqqat qilishini, bu ishni qo'lini uchida qilib qo'yib, depsandi tariqasida bundaq berib o'zimizning xalqini ezishni, buni agar mashta davom qilgan bo'lsa, buni rasmiy o'tirg'i tortib chiqib, ba'zi insonlarni rasmiy o'chqashqari dushkalash to'g'ri kelmasmi? Shu yerdagi jutning cho'nglari, jamoat qatorliqlarning tarbiya berishga to'g'ri kelganligini rasmiy tilg'ilish to'g'ri keldi bu yerda. Hammasi bundaq bo'lmasa, bunda bir qism insonlar chiqdi ham shundaq. Chiqyotdi bu yerda shikoyatlarni angladik. Albatta bu ayol kishiga ojiz bo'ldi, ishlash qilib bundaq bir turmush masalasi qurgan chaqda shikoyatdan kelgan bu o'tirdi yo'q bo'lib, ayol kishining ham inovatiga yuzaq yobriga daxli bo'ladi. Ikkinchi qatimliq bir turmush chiqishi, yana bir oila qurishi texim qiyinlashidi. Uning narsida bolalarga, o'zininki jiniga hammasiga zamon bo'ladi bu endi. Bu ishlarga alohida diqqat qilishni tavsiya qilaman. Xalqimizniki biroz g'ururlik, vijdonlik bo'lishini, o'zimizning millatimizni so'yishimizni, o'z xalqimizni, bo'libmi onlarimizni, qiz singillarimizni bak hurmat qilishimizni tavsiya qilaman. Bununda ben bu soğanı soğuşumdaki sebep bu Avrupa'da mesela bunda cinayetler kattık cezalanıdı. Bazı yamaniyetlik insanlar eğer aşındak onu bir oyun aylandırmagan bolsa, Türkiye'ye verip nikah kıldım dep akirip aldatmasın Avrupa'ya ekitime dep 3-4 ay xotin kutlu koyup berip bunda oyun aylandırmagan bolsa, bunda münafıklarını tepip çıkıp şu nerede qaysi davlat turayotgan bolsa, shu davlatniki qonun organlariga nima qilish kerak? Bularni fash qilish kerak. Ashuningda bular o'zini qiladi. Hamda bizning odamlarimiz afsus hammasi undaq angliq bo'lib ketmaydi ekan, mushtaq onsiz
peskeş adamlarımızın barken, onunla qarta biz şu aşınınla mas keladigan bir usul qo'llanmasak, onun aldını ağıl bo'lmaydi deb qarayman. Endi bekatini ishib ketsa, o'zini tuzatmagan bo'lsa, avval Turkiyaning o'zini mesela bekatini ishib ketsa, Turkiyaning o'zini shularni tegishlik jazosini bergizgani bo'ladi. Menimcha buningga bekatini ishib ketganlar cho'qim buningga oldin to'sab, buningga jazolantirish kerak. Ba'zilar 10 qitim 10 necha qizlarni ahmoq qilganmi? 10 necha qizlarni o'ylab, ya'ni bunda ishlar bor ekan. 10 necha qitim to'y qilgan ishmi bor, o'ylab beqing. Bundalarni asli rasmiy o'tirish qilib, meningcha sharmanda qilish to'g'ri keladi. Jamoatning ichida Uyg'ur qat'iy ishchiga olmaydigan birinchi qilg'ish. Uyg'ur qat'iy yaqin kelmaydigan qilish kerak. Bo'lsa buni qonun jazo tatbiq to'g'ri keladi. Chunki bu 10 necha insonning ota-onasi yo'qmi, uning uyi yo'qmi, uning dadasi yo'qmi, onasi yo'qmi, bu qizlarning hayotiy kelgusi yo'qmi? Bu o'zimizning millati, o'zimizning eng ojiz xalqimiz bo'lsa, buni bunda dafsan qilish menimcha kechirilmaydigan ish. Qat'iy kechirish bo'lmaydi. To'g'ri. Şu an bu işte ko'proq rol o'ynaydiganlar menimcha shu Turkiyadagi tashkilotlarimiz bo'lishi kerak. İnşallah bu tema bir cho'ng tema, Turkiyada qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizning ahvoli to'g'risida bu bir cho'ng tema. Bugun shu Turkiyadagi tashkilotlardagi qarindoshlarimiz bilan shunday bir suhbat o'rnashtirishimiz mumkin. Konkret ular hamda ashada yashayotgandan keyin, u yerdagi qarindoshlarimizning ahvolini yaxshi bilgandan keyin konkret qanday qila oladi. Kerak bo'lsa bir tashkillanib mushta ishlarning oldini olish ve ahvolda qolganlarga yordam berish ve tashkillik holda elib berilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Hamda Yevropada haqiqatan hamda chiqqan qarindoshlarimiz soni ko'p bo'lmag'achqa, masalan qiz o'g'illarning soni nisbati tampon bo'lmag'achqa, qilijlar to'y qilolmay yurgan mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, bunday qarindoshlarimiz bor. Bular aslida samimiy holda berib ashaga o'zining mangulik jufti bo'la oladigan qarindoshlarimizni ashada to'y qilib akilishga tirishsa bo'ladi. U akaga bo'ladi. Abaya Ümit Efendi Germaniyadagi ahvollarni dedi, Germaniyaning shartlari masalan, chet eldan birisini akilish uchun qanday shartlari bor, masalan til, iqtisod boshqa jihatlardan. Masalan Norvegiyanikini deb bilsak, Norvegiya akaga qo'ydi. Norvegiyadan birisi berib to'y qilsa, akaga qo'ydi. Ama o akildiği adamninki iqtisodiga bo'lgan talab bor. Ya'ni birisi o to'y qilmagan bo'lishi kerak tabii. Yoki ajrashgan bo'lishi kerak. O to'y qilgan turib mumkin emas, akillanmaydi. Shunga Turkiyada qarindoshlarimiz mushta ahvollarga yo'liqqanda cho'qim oldi bilan bu kishi to'y qilganmi yoki ajrashganmi? Buni isbot bo'ladi. To'y qilmagan bo'lsa pasportiga single deb yozadi, to'y qilmagan deb yozadi. Ajrashgan bo'lsa, uning ajrashganlik isboti bo'ladi qo'lida. Muştaq narsalarni ko'rgandan keyin, anandan keyin to'y ishlarini o'ylasa bo'ladi. Bu birinchi shart. Ikkinchisi, shu davlatniki masalan, chet eldagi birisini to'y qilib akilishga qo'ygan shartlar qanday deganni o'zingiz bilmasangiz, shu davlatda turadigan Uyg'urlar bor, shulardan so'rang va yoki tilingiz bo'lsa, shu davlatniki qonuniy to'rbatlarida yozilgan bo'ladi. Masalan, Norvegiyaniki Tashqi ishlar ministrininki shu Norvegiyalar bilan chet elliklarniki to'y qilish ishlariga munosabatli qonuniy moddalari, shartlari u yerga yozilgan bo'ladi. Ya'ni mundaq shartlarni hozirlagan ahvolda bu chet eldagi birisini to'y qilib akila oladi deydigan yerlar bor. Mana shunday ahvollarni surishtirib, ko'zingiz yetgandan keyin to'y qilsangiz, anandan keyin asl maqsad şu to'y qilish yo'li orqali shu xotirjam bir davlatga ketish bo'lsa, mana shunday yo'llar ustida izlanish kerak. Bugun asosligi shu Turkiyada qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizni aldash deyimiz bo'ldi. Ümit Efendim bu haqda hali yomon emas bir suhbat qildik deb o'ylayman. Savol so'ragan qarindoshlarimiz bo'ldi. Bundan keyin bu tema balkim davom qiladi. Çünkü nurgun taraflarga biz taqalmadik, yani o taraflardagi savollar so'ralmadi, vaqt masalasi tufayli. Çünkü hozir yana 3 soatdan keyin yana bir suhbat bor G'ulom aka bilan. Shunga bugun qanday 1-2 soatga yaqin bo'lib qoldi. Ümit Efendi bugun vaqt chiqarib shu nurgun savollarimizga yaxshi javob berdingiz.
Ama şu tövendeki tamaşalar görüp atkan qarindaşlarımız namıdan sizge köp rahmet etime. Ahırkı bir sözünüzni alsam, anandaki programmaga hatim besek. Şu ahırkı sözüm şu, Türkiye'deki yaşayotgan barlık qarindaşlarımızın sevgek buluşunu, salamet buluşunu dileymen. Avrupa'daki qarindaşlarımızını keng ko'lamda qo'l-mu-qo'l Türkiye'de Iğır günde yaşayotgan Uyghur qarindaşlarımızga, özümüzning qan qarindaşlarımızga tekrar birleşip, naiti sistemli şekilde yardımda buluşunu, bularni hazırkı bolayotgan en iğir vaziyet, bulum iqtisadi vaziyette bular yarıylık buluşqa yani bir seferber kılımen. Rahmet. Rahmet, sizge rahmet. Allah teninizni salomat qilsin, oilangizni xotirjam qilsin, oilangizdagi a'zolarning hammasini. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'ling, Umid afandim. Xayr, Allohga emanet. Allah'a emanet. Rahmet sizga.